Director of Operations, what's the name? Director of Operations. İcraya Ajru icraî mas'uli bizga burunmi, jiraqtimi bizga yordam qilyapti. Maslahat qilib, yo'l ko'rsatib va Sharq Turkistonniki oldi bilan Sharq Turkistonniki mustaqilligini chin ko'ngli bilan qo'llaydi. Ve Amerika hükümetinki Şarkı Türkistan müstakilligini qo'llash uchun tirishyapti va shuning uchun kurash qilyapti. Shuning uchun savollaringiz bo'lsa yoki gap so'zlaringiz bo'lsa Kyle bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Uşağımız bu telefonlarımızda ya bu şu silent koyarken olsak ha? Oturalım, başına oturalım. Ya silent olsun bu. Cenab-ı Allah'tan hemimizge selametlik, hatırlayanlık dileyim. Ve vatanımız Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki en kıskarlıkta müstakilliğe erişip halkımızın bu zulümlü tutuluşunu Cenab-ı Allah'tan dileyim. Bugün Şarkı Türkistan Sürgüntü Hükümeti reisi Ulan Osman Akın'ınki çakırı olan Şarkı Türkistan Sürgüntü Hükümeti'ninki fevkalade jığın çakırıga hem onların kadem teşrif kılalığını tebrikleyme hem nait karşı alıyorum. Hem bir yere katlaşkan bütün kıyırındaşlar elbette Şarkı Türkistan Sürgüntü Hükümeti nıla emes böyle Şarkı Türkistan vatanımızdaki müstakilligini özünki hayat nişanı kılan kıyırındaşlar dep qarayman. Şunun için bu nişanlı birlik ve beraberligimiz için bir şeyge kelip cem bo'lganliginglardan Allah razı olsun. Bu yig'inimizniki hozir kun tartibiga asosan birinchi bo'lib bizning davlat marshi bilan boshlaymiz. Milletvekili saylayman. Endi bu hozirgi tushdan burun ichilayotgan yig'inimiz Amerikadagi Sharq Turkiston Sürgüntü Hükümetiga milletvekili Sharq Turkiston Sürgüntü Hükümetiga o'zining milletvekillik iltimosini sungan qarindoshlarning saylovini o'tkazamiz. Endi bu yig'inimiz boshlanishdan burun bizning davlat marshimiz oldida hammamiz bir saygı turishida turgan bo'lsak.
Yig'inimizning kun tartibiga asosan hozir Sharq Turkiston sürgün hukumati Cumhuriyet Reisi G'ulom Osmon reisimizni hozir so'zni takliflaydi. Assalamu alaykum. Sharq Turkistonlik qarindoshlar, aziz mehmonlar. Hammalarning bu yig'inga kelganliklarini qarshilayman. Oldinda bu yig'inga kelgan qarindoshlarimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini chin qalbidan orzu qiladigan, mustaqillikdan boshqa siyosiy nishoni bo'lmagan qarindoshlar deb bilaman. Shundaqla Sharq Turkiston sürgündü hükümetinin bu davadaki en mükemmel ve en to'g'ri, en muvafiq teşkili kurulma ekanligini itiraf qiladigan qarindoshlar deb hisoblayman. Shundaqla hükümetimizga yeni qon bo'lib kirib, bu hükümetni kuchlantirishni orzu qilib, bu yerga jam bo'lgan bo'lg'usi sabdoshlarimni qarshalaman va ularning g'oyasimi biz bilan o'xshash bo'lganligi uchun Allohdan ularga rahmat va marhamat tilayman. Qarindoshlar, navbatda Sharq Turkiston da'vosi bir yo'l ayirish nuqtasi turibdi. Xuddi bizning Uyg'ur xalq cho'chaklarida nayt ko'p tillanadigan Eliqi 3 akıkının bir yol ayrışığı kelip küç yolunun birisini tallığını okşaş bir açaldı turttumuz biz. Nemini tallaydıqanlığımız bir yerde naitim oyun. Biz bas gelmez bir yolunu tallap kalsak bir çıkmaz kırıp kalırız. Bir yerde ottağın qarindoshlarning bana o kadar suyumlik görünüşünün sebebi mi? Muşu açalda, muşu yol tanlashda en to'g'ri bo'lgan yo'lni tanladi deb ishonaman va bu yo'lni tanlaganligi uchun muboraklayman. Nima uchun Sharq Turkiston sürgün hukumati Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakati uchun en to'g'ri tashkiliy qurilma deymiz. Bu haqda men ilgariki videoda mana aytib ko'p kapşıdım, anlaganlarım var. Eğer xalqarada bizga birer devlet yoki bir top devletler guruhi sahip chiqadigan bo'lsa, bu davoni qo'llaydigan bo'lsa, dal Sharq Turkiston sürgündü hukumati degandek bir tashkiliy organ bilan muomala qiladi. Qandaqdi boshqa ismli tashkilotlar bu kapasiteye ega emas. Bu davanın çoğunluğuna onun ismi ve kurulması doğru gelmeydi. Gerçi biz intayin aciz oranda buluşumuzu bugün ve biz hiç çıkılanmayatkan, dek görünüvatkan buluşumuzu karamay bugün en köp düşmanlık potansiyelimiz var. En köp düşmanlıkla biz uçuravatımız kurulgandan tartib. Hiç kanda hareketimizin bulmavatkanlığı karamay. Ne için biz bu kadar köp düşmanlık uçurayımız? Bunu bizning xalqimiz to'nib yetolmayotgan bilan dushmanlarimiz to'nib yetyapti bu hukumat degan bu qurilmaning bu da'vo uchun intayin to'g'ri ekanligini va buning bizni g'oyaga ilib boradigan bir yo'l ekanligini dushmanlarimiz bilganligi uchun buni dushmanlik qilyapti. Mushuni motorkoshan qilib, mushuni bu siyosiy muhitimizdan qoldirib yetalisa dushman murodiga onun için mi? Ben bugün yeni kan olup bizge katıladigan ve kelgüsüdeki bolğusi sabdaşlarımdan bu yolunu tanlaş arkalı bu hükümetni küçeytiş niyetiga aprileytiman. Muşundaq bir halkılık vaziyette kâginanlar bek çoğun iş bu. Bu xuddi bizning musulmonlar nuqtasidan aytsak, Bedir urushi qatnashgan bilan o'xshash bu. Aciz vakitte, Müslümanların aciz vakitte kelgüsüge işenç kılır. Bedir uruşa qatnaşqanlığının qadr qimmati nəhayət yüksek olan.
xuddi shunga o'xshash bizning bu aciz vaqtimizda nurg'un odamlar ko'rib beqish, sinab beqish, qarab beqish pozitsiyasida bo'lmoqda. Agar bizning ishimiz eqib qolgandek bo'lsa, jug'urib keladiganlar, bo'lmasa, ma'nunda yo'q deb Xitoyning bir tamsili bor, aql o'zini ayaydi degan. Bu tamsilga o'xshash o'zini ayab qolmoqchi. Mushuningda tavakkul qilish ro'yi bilan bu cho'qim g'alaba qiladi degan ishonch bilan bu birdan-bir to'g'ri tanlash degan ishonch bilan sepimizga kelganliklarini qarshi olaman. Men bu yig'inda nayt ko'p kun tartibimiz var, qiladigan ishimiz ko'p bo'lganligi uchun resmiy so'zini bo'lib vaqtlanmay hammalarni qarshi olganligimni yana bir qatim bildiraman va hammalarga Allah'tan büyük ecir dileyim. Qarindoshlar, Reis G'ulom Usmon Efendiga rahmat, ko'p rahmat. Endi yig'inimizning kun tartibiga asosan Sharq Turkiston Sudligi hukumati muavin bosh ministri Hoji Mahmud akani so'zga taklif qilsalar. Assalamualaikum muhabbetli Sharq Turkistonlik aziz vatandaşlar. Hemmemizge ve hemmelerge Allah'ın güzel selamı olsun. Bugün sizlerden bu sorunda küreşkenimizden çok hırsallık ispelemen. Sharq Turkiston sürgünde hükümetin ibaret bu üstü kurulmunu yani bununki simbolik haletten yani hazırki düşmanninki qalcılıqqa nisbeten emeli hareket qalaydigan, taqablı turadigan bir organға aylandırış hemmemizning burchi shu vajdan hammalar bekilib boshqa o'tiribdi. Menem de sürgün hükümetinin nurg'un yetersizlik, acizliklari var. Sizlar orqali başta ümit qilamiz. Hem o'ziga tushib to'g'ri iddialar var. 15 yildan beri sürgünde hükümet yani ideologiya jihatda Xitoy iborat bir kuch dushman hujum qilmagan bir qo'rg'on. Bugun ham shunday, bundan keyin shunday bo'ladi. Mush qo'rg'onni sizlar orqali kuchlantirib ketish uchun biz shu Türkiye'de açılan ahirketin yığımızın bazı bir siyasi göz karşılarımızı size yeni bir kıtım eski öteşini toğırtatmış münasebetler. Bunun için ki bizge hükümetimizin yana güçlendirişke payız bola. Size de hükümet sipetten bir konulara sambuk kalsın demek için. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hükümeti növbetdeki xalqaro siyasi sepimiz ve ichki tashqi mustaqillik hareketimiz uchun shundaqlar qurilg'isi Sharq Turkiston jamiyatini tamsil qilgan davlatchilik hokimiyat salohiyatiga ega bo'lgan hamda barliq siyosiy tashkilotlarning jumladan Sharq Turkiston xalqining irodasi va nishoniga vakillik qila oladigan millat vakillari orqali parlament orqali vujudga keladigan eng to'g'ri oliy bir tashkiliy aparat kurulması bu hesaplandı. Bu bizim asas prensiplerimizden birisi. Bugün nöbette konkretli bazı ihtiyacات göz karşılığımız var. Bunu sizlerden ortaklaşını aldım. Milli davamızın bunun keyifli stratejisi Sharq Turkistonning mustaqilligi asas shart qilingan milli iroda ve milli hareketin ustun kuruludu. Konkretli loyiha ve qadam bosqichlar plan tuzishda Sharq Turkistonliklar chiqib menish kerak degan prinsip asosan mas qadam tashlab jiddiy xatar asıl qolgan mavjudligimizni jon tikib qo'g'daydi. Hozir Sharq Turkiston xalqining beshiga umumyuzlik kelayotgan fojiali qo'rqinchli qora qismatning har qanday bir insonning aqli va ruhiy bardosh berolmaydigan son sanoqsiz turli achchiq realliklarni, dalil isbotlarni özümüzge ve halkımızda anlaşmalarla çeklensek olmaydı. Hazır kaç bizim davamız şu halklara özümüzün değerli anlaşmalarla öttü.
şu Polat'taki paketler arkalık düşmanımızın Xitay'ın hakiki mahiyetini, vatanımızın yani bizge Şarkı Türkistan'ın yani atanmış Şincan'ın nüfusu emez, sevgisimiz için ulanın zemini kerek degende ibaret tacavuzçılıkның hakiki mahiyetini toluk aşkarlaş arkalık Şarkı Türkistan'da kanun cihetten müstakil devletimizi kayıt kurup çıkıştın başka kurtuluş yolumuzun yokluğuna aldı bile özümüz berhak iman yetişimiz, andın halkıranı işendirişimiz, ulanın Şarkı Türkistan'ın müstakillik devlet boşunu cazmen kollayılan noktaga keltiriş için yukarı seviyelik diplomatiya üstelik yaratıp müstakillik hareketimizin halkaralaştırışının yeni kademini besini doğru geldi. Yakında bir yoldaşımızdan ki Facebook diye sözünü anladım. Biz neçe vaktin beri uygunu anlattı. Uygun dünya bildi. Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini, uygunu müstakilliğini anlatmamız gerek diye prensip bunun ki bizdenki küreş nişanımız boş gerekçelerde karayınız. Çünkü halk bizden bunlara çok yolunu tanımadılar. Biz oradan başladık. Şu yolda mühim kessek 70 yıldan bu yan vatan içinde halkımız düşman taslim olmadı. Tacavuz Xitay'ın zulmüne karşı azatlık görüşünü toktatmadı. Vatanımızın müstakillik ümidi fakat Şarkı Türkistan halkıga bağlangaydı. Endilikte Şarkı Türkistan umumyüzlük turmu aylandı. Karşılık görüş imkaniyeti hiç yok. Katliam şiddeti devam kılıvatıdı. Halkımız çağrısız çıkıp özgürlük kılıvatkan kazanın nöbetini kılıvatıdı. Endilikte vatanını, milletini kurdurup kılış, biz muhabbetke Şarkı Türkistanlıklarının orundaşıp değiştik mukaddes vazifesi bulup aldığımız koyuldu. Milli davayımızın karakterdeki bu zor buruluşka ciddi hem sergi karışımız gerek elbette. Biz Çetellik Uygur'la bunun dava anlattık, hem de vatanımızı azat kılış için asası güçlü şekillendirişimiz gerek. Bu vazifemiz üstümüz ilişimiz gerekir. Yanımızın üstü küçük vazifemiz var. Növbette halkıranın ve özümüz yaşavatkan devletlerinin bizim paylık olan kanunlarını çeteldeki azatlık hareketimizin müdafiye kurganı ve kalkanı kılıp yeni yol haritasını sızgınımızda yolumuzda tosalık bulunan her kandak bir kanun çekilmesini alıp ötüşümüz gerek. Çünkü halkırada bizden davayımızı tutuşan nurgun şu devletin kanunları var. Biz onu muhakkada onu alıp ötüşümüzü doğru geliyor. Bunumuzda aldığımız toslap kalıyor. Başkalarının azatlık yolu da iznişten çetelerde toluk imkanı ve zor yoşurun gücü var. Mesela ügünüş, terbiyeleniş, çinikiş, pişbitiliş, başkalarının hukuk ve menfaatine ziyan yetkizmezsek şartından tacavuz çıktılar karşılık aşkare yoşurun hareket götürüş, milli bexaterlik istihbarat sistemini berpa kılış, hazır zamandaki en ılgar tekniklerini egellaş, işitiş, güç hasıl kılış, yani nurgun imkanlarını özümüz yaşavatkan devletlerden izlesek tapalayınız. Müstakillik hareketimizin halkaralaştırışına yeni bir varyantı şu ki, Xitay bir yol, bir belva planı arkalık dünyada hoca buluş nispetini, niyetini aşkarlap, işini Şarkı Türkistan'ı tazlaştım başladı. Demek Xitay için ciddi yok kılış, mukarrı, zörü boğan Şarkı Türkistan devletinin kayıt kurup çıkış, Kırımdaş Türk İslam dünyasının, demokratik garip ellerinin, Xitay bilen bivasıtın menfaat toplumcu boğan Şarkı Cenub Asya devletlerinin teşhiri, bexaterliği, siyasi mukumları, iqtisadi tamponluk için Xitay'ın halkıradaki tehdidini aldırış için intihar mühim. Vakti gelgende münasebetlik devletlerden birge hareket kılış imkaniyetini yaratışka alayda strateji cihetten ehemmiyet verişimiz gerek. Çünkü bizimki Türkistan'ın Xitay'ın mağlup oluşu, yoklap gidişi dünya için çok tehdit. Bunu dünyada düşündürüşümüz gerek. Biz duyuyor yani biz nasıl düşündürüşümüz gerek de kararımıza eminim. Hazır zulüm lagır kamalgan, işkirge aşkara, nahbi yürütüvatkan begunar halkımız ne? Ve koçlarda sersem olup yokap gitvatkan milyonlagan serbi ballan tutkuzuş. Nihayet tayyorligimiz bo'lmagan en qiyin bir mesele bo'lib qoldi. Xalqaro en kuchli tepki bilan tushdan umumyuzlik murojaat qilyapmiz. Dunyoning 20 tek sukutda 20 oyoqda dast turdi.
ilgari düşman xalqaro so'roq sanishda javobgarlik tortilsa-mu, tashviqot aldamchilik qilyotidi. Bir necha biz yana qanday qilishimiz kerak? Hozircha dushmanni to'liq maqtalash uchun yanada yuqori to'lqin hosil qilib, xalqaroning amaliy kuchi bilan Xitoyni kamplan taqash majburlash. Amalning biricha kishilik egilik tegishli mas'uliyatni o'zimiz yashayotgan davlatlarga tavsiya qilishga, yana chora izlashga to'g'ri keladi. Mustaqillikni nishon qilgan maydoni mustahkam muhabbat nafrati iniq jangovar bir turkum avangard yoshlar qo'shini o'zining davriga uyg'un alohidaligi bilan mustaqillik harakatimizning oldingi sepini o'rin olishga boshladi. Bizdagi eng chong g'am o'shatdi bizdagi peshqadamlarda. Farzandlarimiz keyin yo'lab kelsa qanday bo'ladigan. Bu chiroqni bizning yoshlarimiz yoqdi. Ular orqali barliq yoshlarni tashkillash, yetaklash, kuchlantirish bizning mas'uliyatimiz. Xitoyning yoshlarimizga sunayotgan zaharli qo'lining oldini olishga favqulodda hushyor bo'lish bilan birga huquq, manfaat, shuhrat uchun da'voni iste'mol qiladigan kuchli fasad, hasad, adovat, zo'ravonlik orqali arini buzib, majrada ittifoqsizlik shakllantirgan koni kasalni yoshlarga qat'iy yuqtirmaslik tirsaqla yoshlarda umid bor. Oxirida qayta tashkillash va ta'kidlash zarur bo'lgan salbiy nuqta shuki, muvajahat sharq Turkistonliklar qarta Xitoy tajovuzchilarining planli holda uzilmay ilib kelayotgan ideologiya tajovuzligi tufayli harakat etish iqtidorimiz qalamqonlashib, bir qism muhim prinsipallik masalalarda fikrimiz, ko'z qarashimiz bir yerdan chiqmay, krizis yaşadık. Milliy davoyimiz aqsidi. Bir izda cho'glab natijasiz qoldi. Endilikda yiligar dushmanning izidqin nayronlarini mag'lub qilishda sog'lom bir iddia birligi asosida hozirgi qo'g'dinish mudofaa holati hujum holatiga o'tib, hatto fikr iqlimlariga dal javob berishimiz kerak. Zarba berishimiz navbatdagi bir ish sifatida boshqalarning egilik huquqiga, vataniga, davlatiga qilgan qip-qizil tajovuzchilik jinoyatini davlatning oliy manfaati, xalqning milliy manfaati qilib singdirilgan suiqasd qanday iddiaviy yiqimni taltifus ag'dab tashlab tajovuzchilik bilan milliy manfaatning tamoman bir-biriga zid ikki ish ekanligini shariat berishda muvaffaqiyat qozona olsak, xalqaro va Xitoy millati ishidimi bu fashist hokimiyatni yetim qoldirib, Sharq Turkistonning ozodlik uchun kurash qilishda bir asos yaratalaymiz. Chunki Xitoy butun dunyoga o'zining milliy manfaatini bizning Sharq Turkistonga bog'lag'lik. Sharq Turkistonning yana manfaatlan bog'lag'lik. Amaliyotda bir tajovuzchilikni milliy manfaatga tushuntiryapti. Biz buni ham o'zimizga, ham Xitoy millatiga tushuntirsak, ularning fashistligini oshkorlashda va o'zimizni kuch to'plashda texnik foiz va deb qarayman. Ko'pchilik bu bizning hozir sürgün hukumatimizdagi bor yo'ldoshlarning etdiği prinsiplar mana shu. Sizlar yana kimin qo'llab Sirkimizde aldığım sakın oran ilişkiler için bugünkü saylam çekinenlerini tebriklerime, elmanlar rahmet, hayır hoş Allah'a emanet. Rahmet Erzulat'ya. Kerimdaşlar hem de yığınımızın gündemliğine asasen bayı Hacı Mahmut Kam deb o'tib ketgandek bizningki bundan keyingi kelajakdagi andishalarimiz, bundan keyingi da'voninki seyri, ya'ni da'voning kelajagininki bizdagi andishalarning bir qism bo'lsa-mu yo'q bo'lishiga bizni umidlantirishga sabab bo'lgan va Sharq Turkiston bu mustaqillik davasiniki uzun yıllardan beri faqatla Xitoydan erkinlik talab qilishdek va ahmoqonlikqa amaliy harakatlar bilan Sharq Turkiston Cumhuriyetininki mustaqillikdan boshqa yo'lining yo'qligini xalqaroga o'z amaliy harakatlar bilan jakalagan va Sharq Turkiston yoshlarininki Sharq Turkiston mustaqillik davosiga ega chiqishiga
bevosita turk tilida o'ynagan va o'ynab kelayotgan Salih Xudoyor inimiz, ya'ni Sharq Turkiston uyg'unish harakatininki raisi Salih Xudoyor inimizni taklif qilamiz. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Bayamdab kelayotgandek vaqt ko'rsatibki bizningki siyosiy huquqimiz bo'lmay turib, bizningki erkinlik, kishilik huquqimiz va yoki insondek yashash tegishlik har qanday huquqlarimiz bo'lanmaydi va bo'lmaydi. Shu sababdan men bugun Sharq Turkiston sürgün hukumatining parlament a'zoligiga iltimosimni sundum va men butkul Sharq Turkiston xalqi nomidan mustaqil, hur, demokratik, ko'p millat barobar yashaydigan, din bilan hokimiyat ayrimi turadigan Sharq Turkiston uchun kurash qilaman. Buni sizlarga va'da qila olaman va buni umumiy Sharq Turkiston xalqiga so'z qilaman. Men bu yerda hurlik, mustaqillik, ozodlik izlaydigan kishilarga qarshi emas. Men bu yerda bir kishiga va yoki bir guruhga qarshi bo'lish uchun emas, aksiga birlik akilish uchun keldim. Shuning uchun har bir Sharq Turkistonlik mustaqillik, hurlik, demokratik ideyasida birlikka kelishini zarur deb ko'raman. Hurlik, mustaqillik va ozodlik bizning ichimizda yalqin javotgan o't, Amerikaning qurgan kishilarning ichida yalqinjigan o't bilan o'xshash. Shuning uchun biz vatanimizningki istiqbolini loyihalash uchun biz bugun Amerikaningki poytaxti Washingtonda jam bo'ldik. Va bu yo'lda mushkullik ko'p, shundaqmi bu nishonga yetish uchun ayrımchilikqa xotima berish berib, hammamiz bir-birimizga ko'rak bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Bizning nishonimiz aniq. Hammamiz bir bo'lgandan kuchli bo'la olamiz. Shuning uchun men bu yerda hammamizlarning men bilan bir safda turishinglarni umid qilaman. Ya'ni mustaqillik, Sharq Turkistonning mustaqillik mansabida bir bo'lishinglarni umid qilaman. Bizning ko'zlagan asosiy nishonimiz aniq. O bo'lsa birinchisi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar va boshqa xalqlarning bizning vatanimizning nomini Sharq Turkiston deb atish kerak va Xitoyningki mustamlik atalg'isini qo'llanishdan nazar elish kerak. Bu so'zni Xitoyningki rezil atalg'isini ishlatmasligimiz kerak qarindoshlar. Ikkinchisi biz shu o'tirayotgan surgun hukumat a'zolari va dunyodagi qo'lg'ichillarningki o'tirishlik joyidagi davlatlarningki Xitoyga jazo qo'llashini ilgari surishimiz kerak. Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik qarshi Xitoyni jazolash uchun jazo qo'llashini ilgari surishimiz kerak. Üçüncü, biz bütün dünyaya o'zimizningki davlatimizning tarixini va Sharq Turkiston Cumhuriyatiningki Tibetdagi Xitoy tarafidan besilib olgan bir ishg'oliyat ostidagi bir davlat ekanligini tunutishimiz kerak va e'tirof qildirishimiz kerak. To'rtinchi, xalqarodagi kuchli davlatlardan bo'libmi Amerikadagi hukumatlardan Sharq Turkistonningki mustaqilligini tinchlik yo'llar bilan asli keltirish uchun yordamga erishish kerak qarindoshlar va bunga kuch chiqarishimiz kerak. Rahmat. Rahmat Salih. Endi yig'inimizningki kun tartibiga asosan bu yig'inimizningki bugun tushdan burungi asosiy maqsadi bo'lgan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga o'zining millat vakilligi nomzod ko'rsatgan nomzodlarning saylanishini boshlash uchun biz Amerikadagi Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerikadagi saylan komitetininki saylan komiteti heyetlerini teknik teklif qilsak.
Bu saylov komitetida Qurbon Ali aka, Şarkı Türkistanlı karındaşlar. Emnunlarga Allah'ın salamı olsun. Biz bir yığılğanlar eminiz, Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için cem pida kılışkı tayyar şundak kişiler. Yani biz bu şehri yığılğanlar Şarkı Türkistan sürgündeki hükümet için bizi a'zo bo'lishni bizi o'tirib qo'ygan kishilarni ko'zdan kechiramiz. Shularga saylaymizmi, saylamaymizni shu o'zimiz pozitsiyamizni bildiramiz. Endi o'sha men sürgündeki hükümetinin a'zosi bo'lmagan. Sürgündeki hükümetini ben qo'llab kelgan. O'tganda bir necha do'stlar bilan o'tirib, meni o'sha sürgündeki hükümetga xizmatlarni bir qidirishni talab qilgandi. Ben dedim, ben qo'limdan kelishcha bir ish qilaman, mani qo'lim kelsa. Benim qanchalik ish qila olsam shunchalik qilishib beray degandim. Shunga o'sha saylanadigan o'zini ko'rsatgan odamlar ismligini o'zi sizga ma'lum qilsa, siz lilla turib shuni tizimlab, lekin bir toshqizib tayyor qilsangiz, ko'pchilik yerda ovoz qo'shsa, mush ishni qilib bersangiz dedi. Bo'ladi, men bunchalik ishni qilib beray. Başka işini kılamasam mı, bu işini kılamayla. Şunu bilen ben bu işe kirip kaldım. Yani bir riyasetçilik kıkıdak kabiliyetim yok. Bunda salahiyet kim ilgilemez. Ama ben bu işini tavşırgan iken, benden ödüngen iken ben şunu uğurlaştı tayyar. Şunu bilen neç gün öttü. Ahir ismini ma'lum qilgan chek 17-saatte, 17-saat kech soat 12-gachilik ismlikni ma'lum qilish oyoqlari davomlashdi. Eng oxirida ma'lum qilganlar shu soat 12 bo'ldi. Shuning bilan bizni ma'lum qilgan odam 10. Bu Sharq Turkiston sürgündeki hükümetiga özüne vekil kılıp ismini ma'lum qilganlar 10 bo'ldi. Shu 10 kishinin shu jadvalga to'shqizib chiqdi. Buni hamda hammalarga taqdim bersak, shu imzo alsak bo'ldi. Qaysi bo'ladi, qaysi bo'lmaydi. Shu yerda ismini bitay. Oldu. İsmini o'qib bitay. Birisi Ahmet Rozi. Ezizcan Habibullah. İlyar Şemsidin. Mutellif Said. Rehi Hacim. Salih Hudayar. Halif Atıcan. Doğruluk Abdürazzak. Ümit Uygur. Ya Mehmet. Bu 10 kişiyle hem de çünkü abimiz var mesela. Mesela her bir adamya şunu bir tartışıp yazanlar. Şu bununla taptangacha
Şu tizimlikteki isimnin kun tertibi bo'yicha shu nomzodlar o'zini nomzod ko'rsatgan nomzodlar o'ziniki nima uchun bu Sharq Turkiston surgun hukumati milletvekili bo'lishni xohlaganligi va Sharq Turkiston surgun hukumatiga emas, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun nima ish qilib berolmaydiganligini bu yerga chiqib bir 5 minut şeklinde bilen bir özüne izah kılamızlar. Marksizmlik isim bilen Ben bir gapni qistirib qo'yay. Bu qarindishimiz Ahmad İzcan, onundaki mütellif seyitler bana özdeki salamini yetkizdi. Bular naydı muhim işlerden kelenmeyden oldu. Ben ularga Bismillah'ın yedim, sana sayılım olanı kılıyor. Bunun dinkin faaliyetlerine aktif katılışıp versenler diyen nesiller. Bu üç qarindishimiz bugün aramızda yok. Ama özü milletvekili olup Sharq Turkiston surgundu hükümetiga ishlashga nayt kızgınlığı var, vergisi verdi. Ondan sonra Bunu Eli arkadaşlar olsa şu üçünün kısqacha tarixini əmisini sen düşendirip koysan çünkü sen yeni bulduğun bolan. Buludu. Aşının qarab hani bulduğun bolmaydigan ve qarab bunun qo'shimcha mishada shu qarindoshlarni taniydigan, shu qarindoshlarga kepil bo'la oladigan insanlar chiqib ularni azroq tushuncha bergan bo'lsa, biz bilib qolgan bo'lsak, chunki Yevropadan bizniki Sharq Turkiston surgun hukumati parlamento raisi Kurashat Tahammu majlig'inda bu Amerikalik qarindoshlarni tanımaydigan. Qanchadan saylaydi? Onu adam ancak bu kadar onu tanlaysa lekin nimbomuz qatnasın bo'laveradi. Unda olsa hozir ma tizimlikdagi o'zini nomzod ko'rsatgan millatvekillarining tizimligida ma 3 qarindosh bo'lgan bir qog'ozda ikkiga so'z Ha? Faqat bir tal kerak. Ya ancak bu odam tanlanish kerak-da. Agar ichilikka Boşunca çok bir talaş. Yok. az bo'lgan bir tal. Hammani tanlaysiz. Agar İzcan'dan nimbomizda bir ikkisini de tanlagan kemiz tanlamasan, unda qo'yib qo'ysan. Hele ondan sonra ma nomzodlardan Belge hastalığı iken Hayatı bende bu nima şu bizim ağırlıkı kampanya sıkıştırılın şu Abdülmettin'deki söz tükendiği biz kalkan milletvekilleri Akırdan sözlemeyin mesela bir söz yapmadan ki. şundan mı? Söz vakti olsa. Kanda belgurumuz. Serkan kılamdı, mağur toğur belgesi kılamdı. Qaysini qilib? Bog'ir belgisi qilaveraylik bo'ldi. Qurbonga, to'g'ri belgisi. Klasda. Hozir emas, ammo bu o'zim Qo'shilmaydiganligi undaq qilib aytaylik. Bo'lmish keyin o'zi undaq bo'ladi. Qo'shilmaydiganligi eks qilib aytaylik. Amerika teatri. Bunda qo'shilmagan to'g'ri. Ha. Biz Uyg'ur chiqsak qaysi? Amerika Xitoyning to'g'ridagi bolaning xatosi kechkunduz o'xshash. Çekpak istedi, çek. Başqaday o'zingni ko'rsatadigan yana Qo'shilmaydigan olib qo'yib qo'ysa Bu şu sende mücmel ki paran olduğu için o ilmek bilen ağzımız ki 2 yılısıya haqlı oldu Amerika'da. Belli manda qilib qo'yamda. Lekin aşağı geçiyor eğer xalmaydigan bo'lsa, belge qo'ymaslik kerak. qo'ymasan keyin nomer sanaydiganlar yuz qo'yib oladi. Amerika'nın qaydısı var. Her qanday jadval dügrek qilib qo'ysang bu hesap bo'ldi, chek qilib qo'ysang bo'ldi. Shu Unda qo'shilmaydigan sizlik deydi. Unda bo'lsa, bu şu marketdan hozir bilet tashlaydigan ishni campaign speech tuygandek qilaydi. Hozir bu a'zolarning o'zini Tanıştırıp qo'ygandan keyin. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hurmatli Rais Umar, Sharq Turkiston surgun hukumati mansublari, hammanglarga Janob Allohdan salomatlik va xizmatlaringlarga tilayman. Sharq Turkiston surgun hukumatidan Amerikadagi milletvekili saylimga hoş kelibsizlar. Mustaqillik kurashimizni qo'llab-quvvatlab,
yığılarımızda iştirak eden barlık kıyırındaşlarımızdan Allah razı olsun. Aziz kıyırındaşlar, vatanda buluvatkan ırkı kırgınçılık, çekiga yetken zulümlerden söz açmasak mı hemmimiz bundan haberdar. Hem de bir yerdeki yukarıda bizden Hacı Mahmut kam, Ulan kam, Salih Hudayarlar müstakillik görüşünün ki kandak ip verilişi, bunun dinkinki ahval hakkında kısık sözler bitti. Hem de ben bunun koşumça bir meseleni oturup koymakçı. Bulup mu demokratiya hakkında? Xitay bizni dünyaya hazırlıca fundamentalist İslamcı, terörcü, manda aytkan çağda dünya milletlerine bir ziyandaş, ziyanlık bir milletler, özümüzde yok olan bir düşüncelerini köptürüp dünya halkının aldıda bizden yüzabroyumuzun töküş göründü. Hem özümüzde bir başkalanmaydan kalak milletler tonuttu. Bunun için bizden adır teşkilleniş ahvalımızda cümleden Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin güçlendiriş için biz bu kıtem Amerika'daki milletvekili sayılımını kılış arkalık dünyaya, halkımızga özümüzden bir medeni bir millet şekerliğimizden sayılam arkalık bir hükümetine varlık keltirip bu arkalık başkuruş sistemisini oturduğu koyalaydıgan dünyanın ilgar milletlerine okşaş bir millet şekerliğimizden köstüş, mühim bir ehemmiyetke gidip karayma. Bulup mu, demokratik ellerinin kollap kuvvetleşi için bu intayın mühim. Xitay'ın hazır harbiy cihette, iktisadi cihette naiti güçlerin geldiğini bilmez. Şuna da bazı kıyırındaşlarımdan bana degen bir sözü var. İlya Xitay Şarkı Asya kesel göçtü dep dünya devletleri köz yılma atkan acil vaktinde bizni besip ki ulanın nüfusuna mutayili, bizden 100%, 90% nüfusumuz var. Hazır bulanın super power buldu dep müşkündak güçlengen vaktida biz qanday müstakil bo'lamiz degan gapni qildik. Biz bular bizni besib olgan vaqtida biz bularga qarshi isyon qildik. Ammo mustaqillik ko'rish qilmadik. Ma'lum bir isyonni qilib g'alaba qilgan bo'lsak-mu, qonliq kurashlarda yana shular bilan birga o'tirib, shularning depi usul o'yindik. Aldandik deb o'zimizga tasalli berdik. Emniyette özümüzde müstakillik nişanı ile olmaşka biz bütün güreşlerimizde mağlubiyetle ahırlaştı bütün inkılaplarımız. Hem de biz müstakillikini yürkümüzü ne kadar istesek hazır mı müstakil olalayımız. Bunun da nurgun ispatları var. Afgan halkının güreşleri bunun bir ispat olalaydı. Dünyanın en güçlü devletlerini vatını tutulduğunu değil. Nimba, bula PhD okugan, üniversitede okugan, yaman seviyeli tutup ketken adamlar mı? Mağarip terbiyesi yaptığında emez. Böyle nersi var? Nimişki bir ecnebi meni başkuruldu, deydi gammette. Çıkış gerek, üzerine başkuruşum gerek. Biz özümüz başkuruş ne? Dünyayı ispatlaşımız gerek, hem bu yolda çınlanışımız gerek. Şunda olgan vaxtıda biz dünya devletlerinin kollab kuvvetleşini kolgu keltiremeyiz dep qarayman. Ötkende Amerika'nın vice prezidentinin bir sözünü anlap kaldım. Amerika şunda küçük devlet durup Xitayga karşı ticaret uruşida, soğuz uruşida özününki başkurulduğun bombaları harbiy gücünü peş kılmay, bizden Xitayga karşı en güçlü kuralımız demokratiya dedi. Xitay'ın ıslahat ip bağlan vaxtıdır mı? En kokkan nersini mi? Demokratiya. Şiknatçımız ama burjuacı erkinlik karşıtırımız dedi. Burjuacı erkinlik diyen demokratiya. Bu demokratiya işte hecelet olup bu gapni burjuacı erkinlik de adı değil. Şundan Xitay'ın kokka yerden vuruşumuz gerek. Hem de Xitay hazır Xi Jinping'dek bir adamın oturup çıkardı. Bazılar davatı Xi Jinping kesse iş düzüldü dedi. Ötkende 19. kurultayda yaş kararlarının kalanı değil dedi.
Bu yerde Xi Jinping'ni o'ttirg'i chiqarayotgan bir Xitoy hukmronligi var bu yerde. Biz onundan kurtuluşumuz gerek. Yani bu Xi Jinping emas bizim meselemiz. Xi Jinping ketdi, yana birisi keldi. Xi Jinping'in zulmü, yana birisi külüp çıktı, normalde bir zatçıp çıkandı. Bizim meselemiz işgaliyetten kurtuluş. Hazırki halkara vaziyette abim Ulan mükemmel biz bir yerге kelip to'xtadik deydi. Xitoy hukumatimi naq bir aman oldiq keldi hozir. Nagmin ishini bilmaydi. Demokratiyaga mangay desa, chavisi chiqdi yeyilib, kompartiya vayron bo'ldi. Unda qilmay desa, dunyo tijoratidan qurib qoldi, Xitoy ekonomiyasi orqaga ketdi. Xitoyga demokratiya cho'qim kirdi. WhatsApp, Facebook, bu hozirgi bütün ijtimoiy taraflar kirdi. Mushu Xitoyni vayron qo'ydi. Shu vaqtda bizning xalqimiz bir demokratik anga ega bo'lib, dunyo davlatlarining qo'llashiga erishish kerak. Endi Xitoy va Xitoyning oltilari bizning tashkilot ishlarimizda hozirgacha naq shu Xitoy arzu qilgan kommunist sistem, bir odam chiqib o'lib umrining oxirigacha turadigan, yeniliklarni akirmaydigan, demokratiyani og'izda degan bilan amaliyatiga o'zlashtirmaydigan bir ahvol mavjud bo'ldi. O'tganda biz shu surgun hukumatni bir yangi qon bilan almashtirib, bizning sarxiz ziyolilarimizni, vatanparvar zotlarimizga ishimizni keng ichib, Sharq Turkiston milliy davasini, Sharq Turkiston mustaqillik davasida bir cho'ng bir qo'zg'alish, hukumatni o'rnidan dast turg'izish g'oyasi bilan biz bu saylanni birinchi bo'lib Amerikada boshlayapmiz. Biz bu ishda g'alaba qilishimizga men 100% ishonaman. Agar butun Sharq Turkiston xalqi mushu demokratiyaga isilish orqali biz kelgusida Sharq Turkistonga va Xitoyga demokratiya orqali Xitoyni vayron qilib parçalab Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltiramiz. Bizmi Amerikaning vice prezidenti demokratiyani qurol qilgandek, demokratiyani qurol qilishimiz kerak. Endi bu ishga kelganda dedi, o'tganda Tug'uluq Abdurazzoq apandim menga, bu saylanmiz sen saylanamsan qanday qilsa deydi. Ben saylanamsam saylanganlar uchun xizmat qilaman dedim. Ben Sharq Turkiston sürgün hükümetinin baş ministri bo'lmasam bo'lmaydi, reisi bo'lmasam bo'lmaydi, parlamento başkanı bo'lmasam bo'lmaydi deydigan narsam yo'q. Men bir askar bo'lishga tayyor. Xalq nimani xohlasa men shu xizmatni qilishga tayyor. Endi Sharq Turkiston sürgün hükümetinin qurg'uvchilari bo'lgan Ahmet Egambadi, Sultan Mahmud, Abdulijon rahmatli, Xizirbek Gayratullah, bularning hammasi Sharq Turkiston sürgünlü hükümetinin kuruluşunda nahiyetli moyun töklerini gösterdi. Ondan keyin bu şu Ahmet Egambadi ham, Sultan Mahmud ham o'tgandagi Tokiodagi yig'inda istifosini berdi. Yaşlansın deb. Bular milletimizning ichidagi shu yoshdagi eng cho'ng ziyolilarimiz, universitetlarni bitirgan Ahmet Egambadi O'rta Osiyodagi Devlet Üniversitesi Taşkent'te okuyan Sultan Mahmud Kamuşu, ben bulanın bu hareketinden tesirlendim. Ben ölgücü lider olmayayım değil mi diye bular. Bulanın bir yaş tesir kaldı diye bizge. Onu ondayken ben sürekli bir Ahmet Egambadi Kamuş'un ki bir mine tesirlendiğim bir ahvalını deprey. Biz Ahmet Egambadi Kamuş'la bir mesele doğruluk talışıp kaldık. Hayli katlık talışıp kaldık. Sen dadamda kademli muşunda katkı vakramsa dedim Amerika'da. Diyende ben sizni çoğun depemez, siz Cumhurbaşkanı dedim. Siz Cumhurbaşkanı olan adam benden küçük oluşumuz mu mümkün, tam oluşumuz mu mümkün, çoğun oluşumuz mu mümkün. Şunu da vaktim, biz bir yerde cemaatçılık kımmatımız dedim. Kim? Ahmet Kam bana dedi ki, ben hatalıştırma iliyar kapılma diyen, ben numus kılıp öldüm rasketim kısa. Ben bir yerde Ahmet Kam'dan şunda tesirlendim. Bu bir fazilet. Ahmet Kam menden epo sonra benim kalbimde düşüp mi, yükseldi mi diyende
yükseldi. Şuna bizim Erendaşlar teşkilatçılarımızın şunda galbilik ilk verişimiz için biz insan oğlu, insan devamlı hemimiz hatalık ötküzeyleyimiz. Hatalıklarımızı halkımız dinlemek yüzümüz gider. Hatalığımızın tutunup birbirimizin episor aşağı kılıp birbirimizin ki birlik beraberlikini güçlendireleyimiz. Birlik boğan yerde galbi buludur. Rahmet. Bundan sonra jığımızdaki gün tertibi ve özünü namzatlık göstergen qeyrindaşlarınki tizimliğe asasen hazır Rafi Hacım söz tekrar Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetikin nemi üçün milletvekillik oluş talebini sunğanlığı özünün bu hükümetin nemi işler bireleydiğanlığını milletvekili olup verse. Esselamu Aleyküm. Aleyküm yaşlar. Ben Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetinin İnşallah ben can dilimine Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetinin her kandak bu işlerimize beşimden arkadaşlar teyyar hem hazır değil. Allah'ın Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Yana kaç gitti? Ziyanlı mı sözlü olsun? Ha. O sen uzanın ki milletvekili buluşta onun sözlüğüne çüftü kaldı. Şandından mesela Hem de bu ücret tizimlik asasen salih Xudaya inmez. Özününki bu hükümetke milletvekili kirdiğanlığını iltimas abayı sunğanlığını oturup koydu. Hem de bu hükümetke nimişlerini qıp berdiğanlığını oturup koydu baya. Eğer bu salih kalırsan yana bir bayağı bir salih asası bu hükümet için nimişlerini kılalaydığı, nimişlerini qıp berdiğanlığını biz hemimiz bilimiz. Ve ben şahsen benimki üzerinden göz karşım Salih'ninki bu hükümetke milletvekilliğine koyuşu beni şahsen naiti suyumduydu. Çünkü bu davanın bileciği bu şu yoluyla miniş gerek. Bütün yaşlar, bütün qeyrindaşlar bu şu davanın arkasını miniş gerek. Hem tizimlik asasen Talipcan qeyrindaşımızın sözü tekrar. Assalamu Aleyküm Şarkı Türkistanlık qeyrindaşlarım. Bana şu Şarkı Türkistan sürgünlük hükümetinin milletvekili buluşqa fırsat bergenliklerinler üçün sizlerge köptün köp rahmet eytimen. Hem de benim üzerimden muşu bir şereflik fırsatga erişkenligimden özüm çaksız şeref his kılıman. Benim ismim Talip Atacan. Ben Şarkı Türkistan Üniversitesi'nin matematik fakültesini 91. bitirip 2002 yılgachilik aşağıda lektör ve dotsent yani muavin profesörlerini bulup işlep nurgulduğun baklıver ve magister okuvchilarını terbiyelegan. 2002 yılı Yaponiya Tokyo Denki Üniversitesi'de matematika ve felsefe kasbı boyunca doktorluk programısına kirip 2006 yılı Amerika'nın Discrete Mathematics degan mühim jurnalida chiqib atchi maqala ve Angliya, Yaponiya'nın xalqaro jurnallarida maqala e'lon qilib o'zimning dissertatsiyamni yoqlab doktorluk unvonini oldim. Shuni bilan shu Tokyo'dagi universitet tadqiqotchi bo'lib ishlab keyin Amerikaga keldim. Amerikaga kelgandan keyin özümün şəxsi to'liq o'ttira va to'liqsiz o'ttira oliy maktab o'quvchilarini tarbiyaləydigan matematika va fizikadan
aşındak bir terbiyeleş merkezini kurup şununla ders ötüş ve memuriyetin başkuruş hizmetini işlep kilovatına onundan koşulca Virginia Community College'da matematik fakültesinde yardımcı profesör bulup işlep kilovatına. Bu benim üzerinden kısaca tarihim. Hem de Şarkı Türkistan sürgündük hükümeti 2004 yılı nurgunluğun, neçe onluğun kayrindaşlarımızın fidakarane tirişi, neçe yıllar özlerinin tirişip işleşi bilen 2004 yılı kurulgan. 2004 yıldan hazırgıcı olan 15 yıl jarayanida Şarkı Türkistan sürgündük hükümeti işki taşkı ziddiyetler, işki taşkı güçler, işki taşkı düşmanlar tarafından hazırgıçılık asasen simvollu karakter götürüp geldi. Şunun bilen hem de hazır bu Şarkı Türkistan sürgündük hükümetiga yeniden milletvekilleri kırvatıdı. Ben bu milletvekillerinin köp kısmı bilen bir yıldan yaki bizden yaş oğlanımız, Şarkı Türkistan oğlanı Salih'in yetekçiliğinde ben bir yıldan yaki bir şeydeki cip kerindaşlarım bilen birlikte işlep geldim. Biz nait yaxşı maslışıp işledik. Ben bunundan keyin bir şeyde birlikte maslışıp işlep Şarkı Türkistan sürgündük hükümetinden bunundan keyin şu bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlıklarının bir merkezi hükümetiga ayrılıp bütün hemmisini başkuruş bir noktada turup hemmisiga yetekçilik kılalaydiganlıkıga işlemen. Hem de bütün dünyadaki kayrindaşlarımızdan ve her bir teşkilatının Şarkı Türkistan sürgündük hükümetinin asasi kanununu şartsız kabul kılan asasda Şarkı Türkistan sürgündük hükümetinin müstakillik yolunda mağıdan muşu bir doğru nişanıda meğiş, muşu Allah'ın yolunda meğiş muşu şartlı kabul kılan asasda her kandak teşkilatlarının Şarkı Türkistan sürgündük hükümetinin astığı kirip uğrun ilişine muşu Şarkı Türkistan'daki azap çekivatkan milyonluğun halkımızın milyonluğun balalarımızın, ata-analarından ayrılıp yaşavatkan aşılarının davetini tileymen. Hem de bir milletinin kelgüsü avlatlarının bəxtlik yaşı, hatırlayacağım yaşı öz ata-analarının koynunda hoşa-horam yetiliş için çokum şu vaxtda mevcut bulup duruvatkan bir evlat kurban berişke tayyor bo'lishi kerak. Eğer kurban berişke tayyor bo'lmasa, keyingi avlodlar avlod qulluqni qabul qiladi, har qanday dahshatchilik bo'lsin qabul qiladi, en oxirisi o'limni qabul qilib yo'qaydi. Shuning uchun biz buni tushunishimiz va ammamiz mushu surgundagi hukumatning atrofiga yig'ilib, mushu surgundagi hukumatni boya bizning cho'nglarimiz degandek yangi qon bilan ta'minlashimiz ve yeni hayatda eriştirişimiz gerek. Hem de ben yani bir hakikati deb qo'yay, men bu Xitoyning ma'rifati cho'ng bo'lgan, Xitoyning madaniyati aslida cho'ng bo'lgan. Shunglashqa menda bu Xitoyning psixikasi bor. Shunglashqa biz menga o'xshash shu cho'nglarning hammasida Xitoy ma'rifati, Xitoy madaniyatini qilganlarning hammasida shunday psixika bor deb qarayman. Şunlaşka bu Xitoyning psixikasi odat ko'rinmagan bilan bizda intayin alqiliq vaqt kelgan vaqtida bu psixika bizni kontrol qilib kelishi mumkin. Shuning uchun biz cho'qim bu surgun hukumatning kelgusini cho'qib biz yoshlarga tushunib berishimiz kerak. Xitoy madaniyatining hech qanday ta'siriga uchramagan, Xitoyning ma'rifatiga tarbiyalanmagan yoshlarimizning karar qilish huquqini elishiga ve başka hukuklarını elishiga biz bütün gücümüz bilen yardım qilishimiz ve yoshlarning texnologiyalari bizning surgun hukumatimizga kirib, part yaqinda Sharq Turkistonning mustaqilligini
qo'lga keltirishimizga, mustaqilligini qaytadan qurib chiqishimizga Sharq Turkistondagi xalqimizning ashadiki zulmning qancha tez shuncha baldur oxirlashib xalqimizning to'laydigan badalining texmi ozlashini umid qilaman. Hammanglarga rahmat. Undan olsa bu tizimlikka asosan hozir o'zining millat vakillik nomzodligini iltimosini Sharq Turkiston sudligi ko'mitiga sungan To'g'liq Abdurazzoq akani bildirdik. Assalamu alaykum. Bütün dünyada barlıq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun meni hamda balki nurg'unlarga tanıysizlar. Shunda qo'shimiz ham qisqa bir tanishtirib o'tay. Ben 1990 Amerika'ya kelgan, 1988 Angliyaga bordim. Hamda Sharq Turkiston vaqtida men matematik fakultetidagi lektor edim. Kichigimdan ta bugunga qadar matematika, statistika, fan texnikasini shug'ullangan. Men nima uchun bu siyosatga aralashib keldi degan chog'da shu Sharq Turkistonninki Xitoy tajovuzchilarninki shu ostida qolgan shu universitet qolgan chidmay shu nima keldi. O'zimni buningga beg'ishlagan, hozir beg'ishlagan emas, bulto beg'ishlagan. Men 90-yil Amerikaga kelgan chog'da mushlar aralashib keldim. Sharq Turkiston sürgün hükümetiniki kuruluşdan baştan şu vaqtda men şunu batdım. Ta bugün kadar qo'llab kelyapman. Endi hozir nima uchun men o'zimni buni ko'rsatdim deganda, abay Talib inimiz degandek bizga buningga yeng qon lazım bu davarimiz. Biz cho'nglar yaşaydigan vaqtimiz yo'q bo'ldi. Alloh taoloning bizni belgilab bergan vaqtlar bo'ldi. Biz shu sog'liqdek, Talibdek muşundaq yaşlarımızın muşu işimizni, bu Sharq Turkiston davayimizni davamlaştırışqa biz şuları törtki oldu. Men burunda dedim ki, sağlık şu maksat yetiş üçün menin nuremden destek ötüp ketken bolsa, men şunun birinin oturup bereliyim. Men şu yaptılar, fakat sağlık tek muştaq yaşlarının bizning şu izbasarımız vurup minişir üçün biz aşındaq bir rolunu oynaydigan. Endi bu yerda men nima uchun sağlıqni faqat yaşaganlıqdan onu qo'llab ketgan yerim yo'q. Lekin sağlıqni men bultordan bari kuzatib keldim. Sağlık aşağıda 3 narsani bilganiga meni haqiqatan qoyib qo'ydi. Bu gaplarni biz burun dalamgan. Nima deganda sağlık şu vaqtda bir narsani qo'ydi. Bu shu Amerikada bu qudrat davlatniki hukumatining Sharq Turkistonning bisildigan ziminligini, yani occupied country ekanligini men shuni qila olmayman dedi. Bu meni qoyib qo'ydi. Yana birisi biz shu kishilik huquq degan aytgan. O to'g'rilikni o'zim paranglashmayman. Biz burundan tortib shu Amerikada qilayotgan davarimiz bo'lamdi, xalqaro qilayotgan davarimiz bo'lamdi. Faqat kishilik huquq bilan cheklanib topdi. Lekin sağlık balam desem mi bo'ldi, ilim desem mi bo'ldi, nevrem desem mi bo'ldi. Lekin sağlık aşağıda qanday deganda bu Xitoy tajovuzchilik besib olganligini endi shu Amerika hukumatiga shu genocide act degan narsa qonunni chiqarma degan narsa dedi. Endi o'z abaymi deb o'tdi, yana birisi butun dunyodagi shu Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qildigan şu müstakillik iradesi barlık Sharq Turkistonlikni. Bu yerda Uyg'ur deganni dedi. Sharq Turkistonlik dedi. Çünkü Sharq Turkiston faqat Uyg'urning bir parcha yeri emas. U Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Tojik, yana qaysi qoldi? O'zbek. Demak, siz to'g'ri dedingiz. Xitoydan boshqa barliq yer yashayotgan millatlarning hammasi bizning Sharq Turkistonninki grajdanini hisoblanadi. Mana shu balimiz ashlarning hammasini birlashtirib, shu Xitoydek, shu nomaydi cho'ng ko'ringan shu dunyoda hozir ikkinchi deb poet deb nimqatgan shu Xitoy tajovuz shuni yo'qotmaydi degan narsani keldi. Abay İlyar bir gapni dedi. Xitoy gerçi nomaydi kuchli ko'ringan amaliyotda Xitoylarning o'zining bir qog'oz yo'li bor.
Şununla bir ot yakıp şununla sancıydıgan iş kağıt yok. Bir otni şununla sancıydıgan bir neme çıkmaydı. Şundak sancı alaydıgan eşten bir oğul bala deymiz kan, oğul balanın yetişip çıkanlığı işi biz tirişsak oldu. Endi kalgan gaplarni dep üstüne vakti kançı vakt var? Ben de sözlüsem sözler verdiğin adam hem de diksiyatlıkta uzun yıldır beri sözler kelgandim bana iş kılıp sualınla olsa 1 minut vakit vermem sorsanlar buldu. Eğer sualınla yok olmasa iş kılıp manu degen sorsanlar buldu iş kılıp beni saylap koyuşunlarni ben arzu ediyorum. Bir narsa deseydim bir alay degen var. Men cemaatçilikке naitli demedim. Cemaatçilik degan çağda onun benim bir alay degen. Şu alay degenni unutmam. Unda olsa tizimlikka asasen men Ümit Uygur sıra dikenme ama aldıran Yarmemetni sözü tek kısa özünki şarkıçlar sürgündeki milletvekillerindeki namzatları var. Hazır Ohio'da yaşayatkan Yarmemet kelinişimizni Selamünaleyküm arkadaşlar. Tanıştırdı Ümit Yarmemet kabına. Ben Şarkı Türkistan sürgünde hükümetiga özümni milletvekilligiga ko'rsatganligimni nima ish ko'rsatdim? Endi bizning vatanda o'zimizniki hokimiyati, o'zimizning hukumati bo'lmaganligi uchun xalqimiz mahkumlik holatda. Shunlashqa bu Sharqiy Turkiston sürgündagi hukumatni kuchlantirib, uningga o'zimizning bir kishilik hassini qo'shib, kelgusida Sharqiy Turkiston hukumatini qurib chiqish uchun bir tirishay degan maqsadda bu millat vakillariga o'zimni ben bo'lsam Turkistondagi G'o'lji shahridan o'zim bo'lsam bir hunarmand joyga jamiyatdan yetib chiqqan bir oliy ziyoli bo'lmasam jamiyatdan chiqib o'sha Amerikaga 2010 yil kelgan. Shunda ham o'sha Amerikadagi jamoatchilik ichida birga nima qilyapmiz? Maqsad shu endi Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish uchun kuchimizni qatayli da'vatimiz. Ahırda namzatlıkta özü ko'rsatganlar arasida men o'zimni qisqacha tanishtirib o'tay. Mening ismim Umid Uyg'ur. Yani official ismim, last name Uyghur o'zgartirgan. Umid Uyghur. 1997-yili shu G'o'lji voqeasidan keyin o'zimizning ma'lum vatandan ayrilish majburiyati tug'ilib, vatandan ayrilgan. Turkiyada 2 yil o'qigandan keyin Turkiyada o'qigan vaqtlarimizda magistr o'qigan vaqtimizda shu yerdagi Sharqiy Turkiston o'quvchi yoshlar birligi degan tashkilot bor ekan. Men shu yerga kelsam, shu yerdan boshlab mushu hozir bu da'vo sifida davomli xizmat qilib kelayotgan qarindoshlardan İlyas Shamsiddin aka, hozir men radioda ishlayotgan Shuhrat Bushur, Virginiyada yashayotgan Dilshod Mamat, mush Amerikadagi yashayotgan qarindoshlardan nurg'unimiz shu o'xshash tashkilotlarda to'p. O teşkilatın içinde başka qarindoshlarimiz bordi, albatta zamonning o'tishi bilan yo'l ayrımımız bayım ulangan ait aniq deb boshlangandan yoqqa mushu harakatni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan shunday bir aktiv faoliyatchi aziz. Shuning endi mushuni nima qilganda mushu
faaliyetke kızgın konular koyatlar kevatqını bunundan keyin bu sürgündük hükümetke naytı aktif rol oynaydıganlıkka şahsen men işinime şunun asasen oynayıp gösağlam. Ezizcan to'g'riliq men bir-birimdan qo'shib chiqib qo'yarmiz. Ben, Abdülhakim Rahman, Ezizcan üçümüz üniversitede bir mektepte okugan, mekteptaş hem sabahtaş bizden onu tanış tarihimizin pek uzun. Amerika'da 20 yıl oldu billah yaşavatımız. Ha? Ezizcan'ı Mehmet tanıyla. 93. yıldan başlap tanıyla. Yaxshi yaptınız, ağırlısınız, yaxshi paramlısınız. Bu paranlar jarayonida endi bu baştan ahir Şərq Türkistan azadlığı üçün deyilgan işinin hemmisi qatnashdi. Ben bunun kafalet qarayman, ben özüm teşebbüs qilman. Adik yani birisi var Ahmet Rozi. O kardeşimiz mi aktif. O da ailesi boyunca şu namayişlarımı ne çıktım ki başında katmışıp ne yapılan bu aktif kardeşlerimizden birisi. Ahmet Rozi. Hem de o müteellif doğruluk meşini mi unutmayın ki. Körpün bakımdan İstanbul'da. Şunu eğer taşını düşündüğü adamlar olsa tepsili kısanlar benim için yaxşı olan bir gideyim. Bizning maqsadimiz san doldirish emas, cho'qim suhbat kapadat qilishimiz kerak. Mutallib Seyit Aldı bilen Jaraqdan kelgan Absulam kam, Ayman kam, Turdish kam ve başka Ulan kam yarım Mehmet'lerinki şu mesuliyetçilik bilen müşküm bulur müsakegenler kazan başladım. Şununla bir vakitte yeniden saylanılan parlament azalarını gerçi ben üzerine göktep saylanan şargam bolsam mı? Ben uzundan beri men Şərq Türkistan'da yedi var. Başka yerde yok. Bir müşahidler onun faaliyetini bulap baktan, akıl teşkilatı bulap baktan ne asasen yok o yerde. Şərq Türkistan degan bir ya şunda bulap kalgan işim o şu çağda. Men Şərq Türkistan bolsam şu jo'g'irib kelime. Şu qo'limdan kelishicha bir majburiyatimni, insonlik burchimni Şərq Türkistandan bir garajdan bu bilan ijara qilib keldim. Hozir shunday qilib kelman, bundan keyin shunday qilaman. So'nglashqa men şu parlament a'zolarining mas'uliyatchanlik bilan bundan keyin o'zining ishini joriy qildirishini umid qilaman. Chunki bu bizning Şərq Türkistan parlament a'zosini men mush Amerikadagi kongressmen parlament a'zolariga o'xshash ko'rman. Innovat jihatda, boshqa sharaf jihatda. Lekin vazifa jihatda undan qaraganda nechasi yuqori. Şoğlaşqa men mening ümidim hammalardan keyin sharafli vazifani qabul qilish bilan bir vaqtda davomlab majburiyatimni yaxshi bir elib bersangiz qilman. Qo'shimcha batarya Men o'zimda Amerikaga kelganga 20 yildan ortiq bo'libdi. Men shu Şərq Türkistan sürgünde bu azıcık ma'lumot meyada ilingan qarorga asas qonun o'zgarishlarni hozircha to'liq qo'ymaydi saqlanmaydi. To'liq qo'ysak e'lon qilgan bo'lamizda uni muqimlashtirgan. E'lon qilamiz. Yo'q, e'lon qilish kerak-da. Yo'q, Buni nima e'lon qilmaymiz? bizning norozilik bo'ladi. Norozilik bo'lsa, buni aniq bilaman. Meskin ishqonga Sen açıklık kaldın. Ben istifa verimen diye vaktimde her sonra bana medet verdinler, ilham verdinler. Yak biz yenilmeyimiz, yenilsek olmaydı. Sen de taşlap vermeyimiz. En güvensiz medetleri bu boşanlık mı koyanlar? Bu boşanlık mı koyanlar? Şunu tahlil kıp bakınlar. İnidin, gizidin, boyudin tahlil kıp bakınlar. Bu karşılık nima kılalaydı ayrıda? WhatsApp'taki kasıldaş, Facebook'taki inkastan başka yana nima kılalaydı? Biz köpçülük biz bir yerde. Bir. İkincisi bu asas kanunu buldu. Ben Türkiye'den kayıtıp gelip lan kompüterı kirgizdim.
e'lon qildim-ku. Biz mana tuzitimiz. Aldımızda tüzetmekçi. Fikrini beringlar dedikmi? Bir ketdi. Günah menden ketdi deydigan gapimiz var-ku. Günah bizden ketiglik. Ma yig'inning oldida bir hafta burun yana bir qatam e'lon qildim buni. Shundaqmi? Fikrini bo'lsa beringlar. Uningga lamjim endi kelib kata qilsa chataqtatmoqchidan boshqa niyati yo'q deb diagnoz qo'yamiz bunda. Bu meydanimizda agar chin turmasak, gapimizning aqsi turamasa, ashunda talash tatish qilib, yana qiyomatga ketamiz biz. Agar buni tuzaydigan bo'lsak, gapimizning aqsi turamiz, necha vaqtimiz nima ish qilding qari deymiz, ha, Qashqadaryoda, qari. Barmatonli bultoning yog'i, bu ikki qatam e'lon qildik biz mana. Fikr beringlar deb. Endi nima bo'ldi? Deymiz. O'sha gap. Reis bo'lganligincha sizning qaror qiladigan huquqingiz bor. Men ashta qarayman-ku. Endi bu asos qonun tushungan ko'pchilikninki qo'shilishi bilan ma'qullandi. Tuzitilgan nusxa ma'qullandi. Men uni ashtupiga yozib qo'ydim. Ashuna deb. Uni men PDF qilib ivatay, ma ba'zi Uyg'urcha font bo'lmasa nima qildi ekan? 60. maddeyi tekrar bir açıp görelim ve şu kılganmışın neymiş şu 60. Mana 19 yıl 4. ayının 20. günü Washington'da açılgan favqulodda yig'inda tuzitilib, ma'qullangan bo'ldi buning ishi. O 63 mi? Hayırlap okuyamam. Qaror yo'llab qo'ydilar. Bunday narsa qaror qilamiz. Könügen biz 25'den battı, qanday yo'lda 5-6 10 bo'lsa, biz ko'pchilikni hammasi takror qilindi, keskin bo'lish kerak. Har qanday qilish bo'lmaydigan bo'lsa, sirtki bir adam qo'yib bir yer qarorni buzmaslar. Bizga nima bor bu yerda? Bu shunaqa qaror qilish huquqi berildi har qanday yerda. Har qanday yerda prezident degan narsa, chairman degan adam qaror qildi. Aşağıdan hatalaştırma, şöyle bir cevap ver. Bu asos qonunda bakan bu tuzitish to'g'risidagi gap. Shunaqa qarajim. Bu bakan, bunun ish tutdi, bu ma'qullanib qoldi. Asos qonun ma'qullandi. Xalisi tordimmi qatnasha olmaydi emasmi? Boshqa qatnashdi, uni nima ish qatnasha olmaydi? Uni chataq chiqarmoqchi niyat durust emas. To'g'ri, bu deganimiz to'g'ri, ammo Mashindani deymiz endi bu amaliyot shu bo'lgan. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jig'inachi, agar mumkin bo'lsa bir fikrim bor. Bo'ldi. Endi tunugunki yig'inninki ikkinchi bölümüge men bu 60% qatnashadim, qolgan 40% yerga qatnashadim. Men ovozim to'liq kelyapti-da. Kelyapti. Men chunki sizlarning ovozinglar ba'zi uzilib kelyapti-da, shuning uchun men so'rayapman. Endi bizning parlamentdagi hozir dunyoning boshqa joylaridagi qarindoshlarimizning bir qismi bu qatnashmadi, endi qatnashmadi demayli. Bular qatnashmadi. Bu hozir endi bu qatnashmagan qarindoshlarimiz tunugunning bu tarafida hatta bugun etigandan boshlab endi shu ba'zi qonun moddalariga ba'zi fikrlarni qildi bular. Men buni asosan anlab chiqdim, balkim Amerikadagi sizlarning vaqtinglar bo'lmagan bo'lishi kerak, chunki hozir Amerikada etgan sahar sizlar endi qo'pab nashr qilib hozir yig'inlarga keldinglar, yig'inni boshlayapsizlar. Sizning zaten hozir masalaning markazida siz turayotganingiz uchun sizni to'g'ri tushunmayman, ham bunday deb talab qilmayman, nima uchun to'g'ri narsadan qaramaysiz deb. Ammo İlyas Şemsettin Efendi'nin bir açıklaması var topta. Biz fakat bu bir müzakere karardı. Bu arada inip kararlaştırılmadı dedi. Eğer İlyas Şemsettin Efendi beni anlatkan olsa bu gep tüzüşüz buludu. Topta aşında dedi. Bu fakat bir dedi. Nime karardan da? Tevsiye kararı. Tevsiye kararı bu resmi müstakil mukumlaşma diyen idi. Ama hazır Reis Cumhurumuz bu piştirilip gittiği davatıdır bu bir. İkinci mesele, ben topluma Köreş Atakan'ın bazı fikir kırıştaki usluplarına
teklifini verdim. O şekilde xuddi bir biz Türkiye'deki işki muhalefet CHP ve AKP'nin milletvekillerindeki anda usluplu yaptıysak benim olmaydı. Ve bizim adı Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti'nde partiye yok. Bu hemimiz bir partiye. Eğer bu partiyenin ismi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti. Şuna reisimiz, reisimizin bayağı gibi dedi bular kaçtan çatak çıkarmak ister. Menimce ben bu fikirge koşulmayı çatak eğer menimce meyada bir nimelik var, uçmazlık var. Çünkü İlyas Şemsettin Efendi düşündürüş belgen ki matreptumu bir kısım kişiler o toptadı o fikir kılış bomba diye artık onun kartta söz kılış. Yani düşünüşmezlik var da oylayım ben hatta hazır ne bileyim o ecerip kayıta dep koydum, avaz kaldırıp koydum ve ışıkını kırmaladı. Ama benim demek çoğunum bu şeylerde nemi kıyla vaxtıda birbirimizge tapıstayını kızmaya geldim kılmasak demekçi ben. Rahmet. Sizge mi rahmet. Biz hazırgi kegiçe WhatsApp toplarda hiç kaçan birlik kilemedik. Hiç kanda meselede. Hiç kanda meselede karar mı çıkaramadık. Eğer bunu aşında koyup versek ta kıyametkiçe talaş davamlaşıda netice çıkmaydı bunun. Şunlaşka siyasi bu. Her adamın rayığı bekılsı olmaydı. Bazı çağda keskirrak bulaşık doğru gidiyordu. Şunun için köpçülük biz. Tünügen bir yerdeki yığında 25 adam vardı. Torda 7 adam vardı. O tişke milletvekili koşaldı. Eğer bunu biz torga koyup fikir alımız, koşulduğalla, koşulmaydığalla fikir veringlar degen takdir ama tünügen müşahede muşnunga katnaşkanlığının hemmesi koşuludu. Kağallı koşalmasa yanıma köpçülük koşalgan hesaplanıdı. Bu karar kabul kılıngan buludu. Ne için bu bir işni iki kılıp soğuzuşumuz gerek buludu. Bizden kıladığan işimiz var, biz aldı bile yüzümüzünü tüzümüsek başka işine kıygılanmaydı. Bu çuvalçaklık bilen başka iş kıygılanmaydı. Aldı bilen yüzümüzünü tızrak eslik getirişimiz lazım buludu. Onun için ben onunla karşı. Eğer köpçülük çokum torgu koyup yana bir avaz alamayız dese ben fikrimini saklap kalıma ama köpçülükün rayıga boysunuma. Lekin benim karışım biz bunu koygan takdirde mi tünügen müşahede bunun katnaşkanlığının hemiz koşuludu. Çünkü koşaldı. Sırlımı koşaldığınla tor arkalı koşuludu, köpçülük koşalgan buludu. Dünyanın hem yerde köp avaz bilen maqullandı bir narsa. Az avazının karşılığı kılıverdi gayış. Şunlaşka bunu tekrar koyuşның haceti yok menimce. Endi bugun qiladigan işimiz texmi ciddi, texmi keskin. Aş Köreş Efendi'ninki qarshi chiqishlari aslida bugun avjiga chiqadi. Nima uchun? Bir da'vochi sifatida bu inqilobning sepiga keldi. Nurg'un odamlar. Ammo uning nurg'un sınaq do'qmushlari var bu uzun safarning. Bir dokunuşa gelgen vaxtıda üzünün şahsiyetiga, üzünün abroyuga yana bir nimasiga taqashgan vaxtıda hech da'vochilikdan asarmi yok, iznami yok, tam ta'til bo'lgan gap inson. Uni ko'rimiz endi. Nurg'un odamlar Abdubashirisi ko'rsatdi bizga. Masalan bu qo'shimcha nizomnomada Köreş Efendiga yoqmagan yeri Abisinin belki haber rivayeti yok. Hükümette birli torbet oludu. Bu yakmayatıda. Birli torbet oludu. Hükümet kitabı ve onun 3 başkurucusu oludu. En az 3 başkurucu. Hazır Köreş'nin bir tane torbeti var. Hükümetinin namıdın. Facebook'ta hükümetinin namıdın bir hesabı var. Bunu yol koyuş gerek mi mesela? Aşında tertipsizlik davamlış gerek mi? Mümkün emez. Mümkün emez. Bunu yol koygalı olmaydı. Onun deyken bir hükümet degenin resmi bir tili olandı buludu. Bir resmi tili buludu.
resmi bir yazık olamdı, yazık oldu. Bunu inkar kılamayızlar hiç kaysınlar. Andarken Köreş Efendi Latince yazıdan ben bununla makul dep koysam üzemde çeklep koyduken ben de bensirayatıdı. Çünkü Köreş Efendi Uygur yazıkıga kiştirniği bilen karşı. O Latince yazıdı. Ama biz hükümet uyanç emas. Bu hükümet degenin resmi yazıkı buludu emma iş. Onun için kakşavatım ben. Ben üzem için emas. Anda da bizge tekke vaqtı dilan teatrini kıysak olmaydı bu iş. Yine buldu. Hazır, bu işi Alıpcan'dan bir fikrim koşuluver ben baştan bir fikir kıldım. Moşu bizdenki öz işimizdekini umuşumuzun en ahirki bulsa. Ulan efendim fikrim koşulduğu yer moşu. En ahirki bulsa. En ahirki de özümüzde umuşsa, işimizde kararlaştırıp bunun dinki vatan millet için kanda hizmet kılınız. Deydiğin hem üstüne bir müzayet çalışının bakımdan bu ülkesi. Bunun için müşahitliğinden kararlarda ben togra ve müşahitliğin ve vaxtida icilgan to'g'ri shikilda burun o'qildim hozirgi qo'llaydi. O'sha nizomlarni bizda qo'shibdi belgilanishni to'g'ri deb qaraydi. Allah razı olsun. Manemde dunyoda biz kurashning hammasigida hozircha o'sha qarorni yeyotgandan keyin falonchi qarshida biz mustaqil demay turib biz qarorni olaveraylik. Qarshi chiqqan chog'da biz qarshi turamiz, qarshi chiqqandan anda olsa nizamnamını estayidil kulak silip anlanma, onun da benim şahsiyetimle kisip duruvatandım, ya ki milli menfaatle kisip duruvatandım, bahalı sanlı buludu. Mana birinci madde, bunun tanışıldığın bir nerede? Birinci madde, bu nizamnamedeki maddeleri asas kanundaki müstakil Şarkı Türkistan hükümetine uygun bazı maddelerini diasporadaki sürgün hükümet için özleştirilgen varyantı deyişki buludu. Şunlaşka bu nizamname yaki bu nizamnamedeki bazı maddeler müstakillikimiz esligi kelgenden keyin emelden kalıdı yaki asas kanun bilen birleştirip itildi. Fikrimni bağma bununla? Yok. İkinci madde. Hükümetinin namıdan ilan kılındığın her kandak yazma bayanlar. Hükümetinin resmi tili ve resmi yazıkı bile ilan kılınğandan keyin andın başka tıllardaki nuskisi ilan kılındı. Ya ki bir vakitte ilan kılındı. Yani hükümetinin resmi yazılı ilan kılıştın burun Uygurca ilan kılıştın burun ya ki bunda tahmin kıysa başka til ve başka yazıkta ilan kılıştı olmaydı. Çünkü biz hükümet biz. Şundakla resmi yazıkımızdan başka yazıklarda Uygurca deyilgen nuskularının ilan kılınışı menni kılınıdı. Uygur'un bir yazıkı var. Atababımızdan gidip baktan bir yazıkı var. Üçüncü madde. İkinci maddeniz yok demiş. Soru. Sizi kulağına. İkinci maddede fikir var mı yok mu köprülükte? Çünkü şadanın nervüs görüntü. Yok. Çünkü genç kulaklarının tas kaldığına hala ayıracağım. Birden de Diyorum abi. Ondan bak. Bu yaman sözü o. İkinci madde fikir bağlı abi. Yok dedi hemisi. Bayadan bağlayıp şunun cevap versin olur. Yaptım var dedim bana da Yok. Karşı fikirler bağlısın yerde değilim ama oradaki kırındaşlar. Yok ya. Ne operayı bak. İşim olmaydı lan. ne madde? Ne operayı? Ne operayı? Ha, meyle.
Mentalcik so'zlaydi. Sizlar energiyangizni saqlab qolay dedim. Buning bilan tugsak, makeyimda qaror bor. Siz lazım bo'lsa hozir bu şeyga. Hali anglayolmay qoladi-ki, hani bekishlar Ya bek Şuna so'zlayman. Uchinchi modda. Hukumat tarafidan tasdiqlangan bir rasmiy torbatdan boshqa hukumat nomi bilan torbat etishga qat'iy bo'lmaydi. Shundaqla bu torbat hukumat tarafidan vazifalantirilgan xodimlar tarafidan boshqariladi. Yaxshi anlamda. Ben mayan qarab so'zlayman. Ya sen neşeli durupsun işte bu da. Sizni ben yardım. Ama avazını çıkarak yaptın sen. Üçüncü modda. Hükümet tarafından tasdiqlangan bir rasmiy torbatdan boshqa hükümet nomi bilan torbat etishga qat'iy bo'lmaydi. Shundaqla bu torbat hükümet tarafından vazifalantirilgan xodimlar tarafidan boshqariladi. Qo'shil emas, to'g'ri, qo'shil emas. To'g'ri. 4-modda Xitoy bilan siyosiy, iqtisodiy munosabati bo'lgan har qanday Sharq Turkistonlikni parlament a'zosi va ministr qilib saylashga bo'lmaydi. Hamda parlament va hukumat a'zolarining vazifa o'tayotgan muddat ichida har qanday sabab bilan Xitoyga va Xitoy mustamlikasidagi davlat va rayonlar berishiga qat'iy ruxsat qilinmaydi. Bo'ldi. Ma'lum fikr var. Fikrim bormi? Vazifa o'tash degan ilova qo'shib qo'ysa qatavlar. Endi Xitoylar o'tadigan nem vazifamiz bo'ldi endi bizdan hozircha. Yana birdan Xitoydan demedim ha. Hükümet a'zolarining vazifa o'tayotgan muddat ichida deganga davlatga deyman. Şehirge. Vazifa o'tash uchun ba'zi qanday hududda so'radi. Andas hükümetin şunu sistem bos bo'ladi. Endi bu hukumatning vazifasi bo'larkan, Qarindoshlar, menga qarshi turib degancha unda da'vatandiki demaydi, chunki keyin mendir demagan degan chiqib qoldi ana shunda. Shu sizningki Qaytadan. Qayta da'vatsangiz ash fikringiz ne? Men demoqchi bo'lganim, masalan, vatan uchun xizmat qilish uchun bir vazifalantirilish mumkin. Misol ilova qilib qo'ysa, o'sha nizomnomani ichiga yaxshiroq bo'larmiki demoqchi. Diplomat diplomat Onu size kılmaz olursa. Hükümetni urush sizdan sirib qilsak bo'ldi. Ya u fikr menda esas bo'lgan fikr. Bu faqat maxfiy xizmat bo'ladi. istixborot ishlar. Mening fikrim, o sizning fikringiz to'g'ri, lekin uni menda ochiq oshkora nizomnomalik yozilmaydi, u bir istixborot maxfiy xizmatninki qay tuzumlarda uni yasaq bo'ladi mencha. Qo'shildim. Rahmat. Tamam. 5-modda Asas Qonunning 17-moddasida parlament a'zolarini xalq saylaydi deyilgan bo'lsa-mu, chet ellardagi amaliy ahvollar ko'zda tutilib, har davlatdagi Sharq Turkistonliklar shu davlat turishliq Sharq Turkistonliklarning millat vakillarini saylab beradi. Yoki buni ijro qilg'ili bo'lmagan ahvolda iltimos qilish, kepil ko'rsatish, sinov muddatini boshdan kechirish, tekshirishlarni qabul qilishlar orqali bog'liq keladi. Ya'ni chet elga chiqqandan keyin izchil siyosiy faoliyatlarda bo'lgan, haqida har qanday shubhalik hikoyalar bo'lmagan, shaxsiy kishilik fazilatlari durust bo'lgan kishilar tanlandi. Agar millat vakillari xato tanlanganligi sezilsa, ya'ni parlamentga kirgandan keyin haqida salbiy ma'lumotlar o'ttirib chiqqan bo'lsa, hukumatning inovatini qo'g'dash uchun bundaq kishilar darhol millat vakilligidan qoldiriladi. Bo'ldi. To'g'ri, qo'shildim men. Boshqacha. Fikr var ekan bilsin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Xo'sh. internet torrentli qatnashayotgan hali 5-6 adam bor ekan, boshqalarni avval tanilsa bo'ladi. Qurbon Ajim Isomiddin anglatamsiz Qurbon Ajim?
Avaz o. Avaz. To'g'ri olimjon bak to'g'ri gap qildingiz ash qarindoshlarga. Ama fikri bala, mening fikrim yo'q. Agar fikri bala, mening fikrim bor deb bir davatgan bo'lsanglar. Yaqinlarga qo'shildi. Allohning o'ziga bir ma'qullik bilan ifodalandi. Bo'ldimi? Tamamda. 6-modda. İltimas qilib millat vakilligi qabul qilingan va Sharq Turkiston surgundi hukumatiga kirganlar asos qonunni qabul qilgan hisoblanadi. Hukumatga kirib bo'lgandan keyin o'xshamagan qarshimda asos qonunga xilof fikr, ideya qarashlarni targ'ib qilish, asos qonunga xilof qilish hisoblanadi. Bu xatolikni sodir qilganlar ogohlantiriladi. Tuzatmasdan xatosidan tushuntirganlar millat vakilligidan qoldiriladi. Fikri baba qarindoshlar. Öttü deydi. Hem şu uzun danslar Qarindoshlar, mana to'rdan yig'in qatnashayotgan qarindoshlar tavsiyani mana telefonlaringlarni, mana kompyuteringlarning yendan sal jiroqroq tutgan bo'lsanglar. Biz qo'lini demonstratsiya. Undan keyin birisi gap qilgan o'xshaydi. Qurbonjon. Qurbonjon fikr bormi? Mikrofon ichib qo'ysin. Mikrofon ichib qo'ysin. Bizning mikrofon o'chiqliq. Qurbonjonning mikrofoni ichib o'xshaydi. Shundaymi? Anlamadingiz. Yazsin undamiz. Qurbonjonning mikrofoni biz tarafdan o'chiq, o'z taqvoga o'xshaydi. Mushunda bizning hozir qimmat to'pqa WhatsApp servisda o'zingizlar o'qib qaysi modda fikringiz bo'lsa shuni beringlar biz boshqa ikkinchi bosqichga o'tib ketsak bo'lmaydi. Ya. Ha? Tutmagan yaxshi ijaradan. Bir şey qilamiz, Yo'qdan bo'ldi. olmaydi ya. Bu turning Hamma odam so'z o'tiribdi. Yani Usmoncha gap chiqadi. Vaqt kesib. Qurbonjon qarindoshimiz o'zi mikrofonni taqvoga o'xshaydi. Neçe ötünü yettincisi? 7-modda. Anladınızlar, doğru kıradırlar. Tamam. Ya olimjon qarindoshim qolgan qarindoshlarga WhatsAppdan deb qo'ysangiz, agar qarshi fikrlari bo'lsa, WhatsAppdagi bizningki hukumatning to'piga mening qarshi fikrim mandaq deb desin bo'ldi agar ovoz anglanmay qolsa. Sizga shaxsiy chiqasin ayolni Mana agar qarshi fikrlar bo'lsa, men WhatsAppdan avat bersanglar, men niyatni o'qib beraman. Bundan sonra 7-modda o'tib ketdik. 7-modda Sharq Turkiston hukumati umumiy qurultiyi Sharq Turkiston hukumati umumiy qurultiyi. Qurultay har 4 yilda bir qitim ichildiganligi asos qonunda ko'rsatilgandek bo'ladi. Qurultayning vaqti, o'rni va tayyorlik komiteti yoki guruhining tayyorlik komiteti yoki guruhining tizimligi parlament tarafidan o'tirg'a qo'yilib, raisning tasdiqi bilan ijroga qo'yiladi. Tayyorlik guruhi tanlanganlar tayyorlik jarayonidami amaliy masalalarni yanada munosabatli rahbarlar bilan so'zlashib turdi. Parlament kılandı, hükümetten sayılan komiteti, hükümet kılandı. Ben şu. Qarindoshlar fikri bormi? Benim fikrim var bu şey. parlament qilish kerak. Ben hükümet kılandı ki de iyi. Parlament kılandı. Burun şu hamma narsa bosh ministerga to'qilib qolibdi-ku. Buning uchun bu hokim mutlaqlik kelib chiqayotgan gap. Bu hukumatdan Turg'ut Sarvari Yusuf bo'lgandiki, u o'zining bosh ministerida asos qonunni shu o'zininki nafsiga ko'ra sizga yeri bor dedi. Bir fikrli bormi qarindoshlar? Qo'limdan mening bir fikrim mana bu sistemni asosiyatdan shu Amerikaga o'xshash qilsak yaxshi bo'larmikin deyman. Chunki Turkiyani hozir o'zgartdi shu
Mäge yoğun yapar Fikrimiz doğru, kurultay komisyonu. Endi mavo nayt yaxshi fikir. Shaxsan men shunday fikrda. Ama bu mesele meyani muzokara qiladigan mesele emas. Bu umumiy qurultayda bu sistemni prezident sistemigami yoki parlament sistemidan qalamdiq. Uni shu vaqtda maslahat qiladigan narsa deydi bizning prezidentimiz. Bo'ldi dastur, bo'ldi. 8-si o'taymi? Bo'ldi. 8-ci madde. Hükümet kitabı bir torbet boludu. Bu torbet imkaniyetine göre başka tıllarda boludu. Başkurgucu, teşvikat ministeri, bir muavin baş minister ve bayanatçı boludu. Bundan başka torbetinin texniklik tarafları için bir başkurgucu tayin kılındı. Bundan başka ammavi torbetlerde mi fakat birli hesap boludu. Bunu mu yukarı usulda başkurdu. Yani başka ammavi uçur vasıtlarda, yani WhatsApp diyendek. Parlamentin bir topu boludu. Bunu parlament reisleri başkurdu. Bu yerde mesele hal kılış için fikir yollanış bilen birge tor yığınları iç üçünla işletildi. Haber, resim, reklam katarlıklar yollanması gerek. Şundakla işki münasebesiz her kandak gepsiz tekst yollanması gerek. Fikir alın bu gösterme. Qarshi da fikrlar bormi? Tamam derse. 9. madde. 9. madde. Bir kıtım milletvekili bulup saylanganda görüldüğünden başka hiç kandak Egemen Özden başka Hemen. 9. madde. Ayında huyu var ki onun, akşam ayında hak kılmayın. 9. madde. Bir kıtım milletvekili bulup saylanganda görüngenden başka hiç kandak hükümet faaliyetlerde, yığın kurultaylarda kayıt görülmeyenler, iki kıtım udu hükümet yığınını sebepsiz terk etkenler otomatik olarak milletvekilliğinden kaldırıldı. Katlaşıp özlük göstermişse, yığın göstermişse ona hiç de bir payısı yok. Ruhsatsız degan gapni qo'shib qo'yish kerakmi? Sebepsiz degan Sebepsiz yapamam. Sebepsiz degan. Fikrimle barma? Bu umumiy. Ondan sonra 10. madde. Yeni milletvekilleri 6 aylık kandidatlık mezgilini baştan geçirgenden keyin eğer bu jarayonda mesele görülmüşse andın resmileşidi. Kandidatlık mezgili yine aynı vakitte sınav mezgili bulup bu mezgilde tekşiriş, cemaat fikrini iliş davamlaşidi. Eğer selbi inkaslar ilinse resmileştirilmesiyle milletvekilliğinden kaldırıldı. Tamam derse 11. sohbet kettim. 11. madde. Kandidat milletvekilleri bir Şarkı Türkistanlık buluş salayetinde saylaş hukukuga ega boludu. Ama saylanish hukuku bulmaydı. Kandidat. Kandidat. 6 ay içinde. 6 ay. 6 aylık 6 ay içinde o sınırlıdı. Sınavda ötkendan keyin resmi parlament milletvekili bo'lgandan keyin saylanish huquqiga. Angacha faqat saylash huquqi va saylanish huquqi yo'q. Shuni kandidat vakillariga sinaq mezgilda degandek o'zgarsa Sınav mezgili. Kandidat deganda Sınav mezgili. Tamam da 12. madde. Bir narsa izah qo'ysin. Şu madde qabul qilingan kundan tortib ay ijro qilindi. Yani bundan burun kandidat yasalanmaydi degan tushuntirib qo'ymasa qancha tartishmisan.
Uni deyish kerak emas. Buni Yarım arkada bugundan boshlab kuchga deymiz. Endi o'qib olgandan keyin Yametli tüketim makine. Tünügün milletvekilleri saylangan milletvekillerini akşam WhatsApp topta ne kısam resmi kıyıtıptı degan fikir çıkıptı. Bu uçakta biz şu kandidatlı turamdık ya resmi bulup geldik mi? WhatsApp'ta aşağı gelip çıktı ya. Bu har qanday bir qonun ma'qullangan kundan boshlab kuchga bo'ldi. O'tib ketganini o'z ichiga olmaydimiz. Bu shunda. Endi tunigan saylanganlar ko'nima 11-oy kuchga kelar shariat. Ha, ma Qurbanjon. Yeni saylanganlar yeni mezgilning aslida. Endi biz Aleyküm selam. Ovoz ichildi endi. Qarindoshlar bu resmi davlatlarda xalq saylaydigan bo'lgandan yani shunda sistemani tushudi bu. Doim bunday qilinadi. Resmi bo'ldi mu? Resmi. Direkt savaşlar şirketler. Norvegiya Tamam. Qana so'zni alar. to'g'liqga yig'inning nemsiga diqqat qilsak, mana keyin anglanmadik deydi. Ma Qurbanjon hozir yeni qo'shildi. Qurbanjon xush keldingiz. Qurbanjon xo'sh. Bak abakan Qurbanjon ovozini anglayotdi, o'zining ovozi chiqmagan hozir ma ichildi. Qurbanjon bir fikrlar bormi? Avaz hepimiz kendi ben 3 güne kürenme bugün ters kırdım hazır. Bu yığının kapotları kilitlerini dağıtanı düzelttim bu an yani. Ya estağfurullah nayet yaxshi oldu. Hamda asma içiliğini yaxshi oldu gaplarning ham davom qilaveramiz. Tamam. Ma'qul davom qiliyorum ben. 12. madda milletvekili bo'lg'uchilar asos qonundagi eng muqaddas prinsiplarga uyg'un kelmaydigan taraflari bo'lgan tashkilotlarga a'zo bo'lgan vazifa olgan bo'lsa bo'lmaydi. Tushunish bo'ldimi? To'g'ridikilar? Yani müstakillik bizim en mukaddesimiz müstakillikku. 12. madda men başlığını o'qiray. 12. madda milletvekili bo'lg'uchilar asosiy qonundagi eng muqaddas prinsiplarga uyg'un kelmaydigan taraflari bo'lgan tashkilotlarga a'zo bo'lgan vazifa olgan bo'lsa bo'lmaydi. To'g'ri qo'shilma. Muqaddas prinsiplarni tushungandan keyin Eğer bunun qo'shadiganlaring bo'lsa, sizlar qo'shsanglar bo'ladi 13-chi, 14-chi uning keyindagi moddelni. Bo'lmasa kelgusidagi amaliy xizmatlarimiz jarayonida ko'rilgan masalalarga javob berish zaruriyatidan tug'ilgan prinsiplarimizni davomli qo'shamiz. Bu davomliq beyida davomliq mukammallashidu, bag'an siri to'liqlanadi. Endi bir kunda hamma narsa to'liq bo'lib ketmaydi. Hozircha mana bu shu. Hem ayada bir mesele var ki. Kollaymiz dedim. Bir mesele var ki. Anlap bakaydı bir mesele. Qani anglab bakaylik. Hem de o da desem belki çalışılmaya mümkün. Ayada bir aile meselesini kuşak büyüsüler. Uçakta bu davanın hukuku bizim hodullar uyacak gidebiliyor kadar konuşuyor yine. Kimdi? Biz bilan oila masalasini qo'shgan Qaysi masala, qaysi nomi? Qaysi Bir adam ular bilan tushunsin. To'g'ri bo'lmagan yoki ayrılgan xatolar qildimi yoki Ya xato. Qaytadan bir o'qib o'taylik. Qancha madda? Yani bir yandan yapıyor. Bir okumasın. Xata anlanıptı qarindoshlar, aile meselesi yok maddada. Ben yana bir o'qib beraman sizlar. Konsept turinglar. Eng oxirgi maddani o'qib. 13 Kayıtı okup verdiğin böyle dikkat kılıp anlayın. Milletvekili bo'lg'uchilar asosiy qonundagi eng muqaddas prinsiplarga uyg'un kelmaydigan taraflari bo'lgan tashkilotlarga a'zo bo'lgan
vazifa algan bo'lsa bo'lmaydi. Balki bizning muqaddas bo'lgan moddalarimiz, bizniki asosiy muqaddas g'oyamiz mustaqillik va vatanimizniki mustaqilligini asliga keltirish. Shuningga uyg'un bo'lmagan tashkilotlarda vazifa olganlar miyada millat vakili bo'lsa bo'lmaydi degan mazmun bor ekan. Aile meselesi yok. Mesela Selamünaleyküm. Benim bir sualım var. Selamünaleyküm, ben Germaniyadan Alımcan. Hoş. Ben hazır kısa bir çıktık kırdım da ümit kardeşimiz toplanır hayal ediyordum demez mi? Ben çıktı bana hayal etmiyor, badır kırdım. Şu 13. maddedeki o nizamlarının 13. maddesine binaen eğer kendisi de mesela adır ya ki mesela adır mevcut mesela ya ki dünya ayallah hukuk teşkilatlarının veya ki bizim içimizdeki başka hukuk teşkilatlarının mağlup kişi yani bu hükümetimizde parlament azası olan kiremeydi diyen oldu mu? Ya. O asas kanunda tünigen o naiti eni oturup uyandı o mesele. Başka teşkilatlara mesela abdunumiyeni teşebbüs kılıdığan teşkilat olan taktırdı mı? Endi o hatalaşıp kaptı mendep çıktıdığan adamlar bulu demez mi? Eğer o adetteki aza olgan bolsa şu mezgilde, bizden erkin bahana adetteki aza olgan bolsa ve bu yolun doğru yol emasligini his kılıp çıkıp ketken bolsa, istifa vergen bolsa katlaşıkı buludu. Eğer üvede vazife ötegen ve vazife öteş jarayonida milli menfaatimizga ig'ir ziyon yetkazadigan xato ishlarni qilgan bo'lsa bo'lmaydi, o istifa berdim degan taqdirdami? Ishlar, hareket veya ki so'zlar qilgan bo'lsa. O asos qonunga yozildi o tunigan. Yaxshisi bor. Rahmat. Bu ma'qulmanda, mening fikrim bor. Ha, sen fikrim bor. Bir marta qilib, men bu shuningga hamda bu qoid tuzumliga bizim aramızda hozir bir intizomga ega bir inson yo'q. Ham biz o'zimiz fikrni yozib andanda qilyapmiz. Bu shu qoid tuzumliga bir nazorat qiladigan inson tekshiradigan hamda shuni anglaydigan birer aramızda hüküm kısıdığın bir Suudiye. Hüküm kısıda bir insan tekşirişke bir adamını Abdullah Hatnur damılmanı ben tavsiye kılmam. Salih'in tavsiye kılmam. Olur bende. Lekin birada bo'lganda meningcha uch jip bo'lgani yaxshi. Birinci olup Abdullah Hatnur damılman. Abdullah damılman to'g'ri, men Şu kesse, kızın hatalasını şu kesse, ben hatalasam mı alsını şu kesse, biz şu hükümü boysunsa. Ne koşulumuz? Aşını mal sorduğum mesela çoğlardır yardımcılık. Mesela kılıp birleştirilmegen meselelerge kesim Kerimdaşlar, matordaki kerimdaşlar inik anlandı mı? Bir intizam tekşiriş komiteti grupsi şekillendirirsek, muşu asas kanun ve nizamlarki belgilmege meyli prezident ulamdı, meyli kim bulan kaysını xilaplık kıysak, şununla doğru hüküm kesip, to'g'risini arib bersa, bizni tizgillab tursa demakchi, ashuna bir matnni qassak demakchi, men mening shaxsiy fikrim. İntizam tekşiriş komiteti. Shunda Teptiş yaki. Teptiş. Qancha adam bo'ldi? Aşağıda sahnedeki listedeki Yüzü tanılavası buldu, parçanın öztü, mani dese, adiki özü tanılavasaga ben karşıtıma çünkü bu bir nayet muhim bir mesele. Çünkü özü tanılavasa bu tarafbazlıkni ayrıgın olmaydı. Çokum saylap çıkılgan mustaq. Hazır namzat kesattık Salih işkimiz çıkadı. Doğru, kim özü tanılsa
5 adamni tanlasa, shuning ichida ikkisini 5 kandidat qilsa bizning tuzilgan qoida bo'yicha. Ashinchidan parlament ishkini tanlab bersin. Chunki o'zi ishlaydigan odamning qanligini yaxshi. Mening yana bir taklifim bor, agar ko'pchilik ma'lum o'tgan bo'lsam-da. Kurashga qaytib kiribsizmi? Yaxshi bo'ldi, va saqlanib turibdi. Men ishlayapman, chakak qilaman. Ishlayotgan bo'lganligim uchun chakak qilmayman. Asas qonunimizda bizning mush qonun tuzish komiteti, bundan keyin adliya komiteti deyilgan ishki komitet bor, 67-68 moddellarga qarasak. Endi bu yerda biz ayrim bir komitetni qurib chiqarib qo'ymay, shu parlamentning tarkibida shu qonun tuzish komiteti bilan adliya ne? Adliya yüksek konuşuyorlar. Elmi yok. Elmi yüksek. Bana gapga anlatayım. Bir qancha odamlar bekitsak bo'ladi deb qarayman. Shu ayrim bir organ ta'sis qilish masalasini muzokara qilishning zarurati yo'q. Shu asos qonunimiz aniq yozilgan parlamentning tarkibida qonun tuzish komitetidan shu adliya bu parlamentning tarkibida degan narsa bo'lmaydi kurashga. Bu davlatning tarkibida bo'ladi. Bu inson tekshirish komiteti degan bu hamma nimadan ustun bo'lishi kerak. Hukumat sirtidan. Shu parlament qonun tuzish organi bu. Ama parlament kurashga ma'lum buni nazorat qiladigan ham yurgizadigan o'rin qonun tuzish parlamentning ichidagi qonun ya kurashga men bir qarindoshlar men bir gap olay. Mayada men chiqib bo'shamayman Umid, shu asos qonunning ya maqara kurashga mayada ya kurashga mayada bir narsani oydin qilishimiz kerak. Bu parlamentning qo'l-ostida deydigan ish bo'lmaydi. Bu intizom tekshirish komiteti degan narsa bu adliya degan narsalar bu davlatning 3 cho'ng qurumining birisi. Bu iliqi qonunni ijro qilish o'rinlari bu hukumat, parlament ulardan ustun bo'ladi. Bu uning qo'l-ostida bo'lmaydi. Bu hamma nima parlamentning ostida bo'ladigan ish bo'lsa bu davlat olanmaydi bu yerda. Ben kardeşim, ben güreşe takımda teklifi koştular. Bu ayrım bir nersini kurup çıkmay, mevcut. Meyli o parlament başkuramdı, meyli prezident başkuramdı. Şunun da Fadlet Nur Damoğlu'nun reis olsun deydi. Ya onun koşuldu. Ben ama parlamentin qo'l-ostida degan gapga siz yutib bermay aslini. Chunki parlamentning qo'l-ostida bo'lmaydi u. Mening tushunganim anayasada boshqa qurum demakchi bu deydi. Ya 67. maddeni qaytadan ko'rib chiqsak bo'ladi, ammo mustaqil ish qildigan ya bu. Ha, mustaqil ish qilgan. Ha, hozir siz parlamentning qo'l-ostida deganligingizga qarshi chiqyapman men. Qarang bu hukumat bir hukumat. Hukumatning tarkibida ham hukumatning organlari, ham parlamentning organlari, ham parlament darajilik, ya'ni ministr darajilik mustaqil ish qilgan nuqul o'rinlar bo'ladi. To'g'ri. Shu asosiy qonundagi shu moddalarga bir qarab bakinglarlik ortiqcha bir o'rin paydo qilib qo'yilgan ish bo'lib qolmasin. Agar asha dalil qilgan bo'lsa, shu dalil qilaversak bo'ladi. Ma'lum to'g'ri. Ishlatilmas. Küreş sizden fikrinizga ketilmez. Bir adliya bo'lish kerak. Bu qonunda bor, lekin o'rin bo'sh. Biz shu o'ringa adam qo'ysakmi bo'ladi hozir? Ya bo'lmasa bir inson tekshirish desakmi bo'ladi. Sizning fikringiz to'g'ri. Shu o'ringa bir adam qo'ysak, ya'ni jonli harakatchan bo'ladi endi. To'g'ri. Hammamizning fikrimiz, hammamizning mustaqil bo'lishi indaymiz. Ya shu tushunishlik bo'lmagan yeri akilib parlamentning ostida degan gapga siz yutmaymiz. Fikrimni deyammidim. Ma'lumki Tiliyazak websayt boshqarish, sotsial media haqida nurg'un qarorlar belgilamalar tuzilibdi. Bu asos qonunga qo'shimcha nizomda
Onunla benim hakikaten fikrim var. Ben bir yerde az işler balıkım için ifade bildiremeyim. Sözleyemeyim. Ben bakatlam anlayamayım bir yerde. Kurashga gapingizni bo'lyaptim. Ya so'zlaymisangiz va yozsangiz bo'ladi. Menga WhatsAppdan yiz ha. Gap qilmay turg'udan ba'zi masalalarga fikrimning yo'qligidan emas, shig'ilning jarayonini anglab chiqyapman. Xudoyim bo'lsa biz ham to'g'ri bir xil shaklda ilmiy ham hukumatimizning manfaatiga uyg'un, milliy da'voga uyg'un shaklda biz o'ngshaymiz buni kelajakda. To'g'riligimning o'zi fikrimning yo'qligidan emas, men shuni deb qo'ymoqchi. Bo'ldi. Chiq gap qilolmayman, xayr xo'sh sizlar gap qilishinglar men anglayolmayman. Kurashga fikrlar bo'lsa menga yizam. Qo'y, bo'ldi. Mayli. Hem sözleyemeyim hem çaresizlikten ben azar sözlep kaldım. Bo'ldi. Endi ko'pni qarab anlayamadım ben, göremedim sizlerni. Hem yazammayman. Benim yani bir fikrim var, köpçülük ama onun için bu madde nasıl oldu? Bunu nizamlı şu güzel de kaç nizamga pek mühim meselemde. Hükümetlik 7 kişilik daimi komiteti var idi. Bu 7 kişilik daimi komitet reisinin tavsiyesi bilen bir WhatsApp yığın zali şekillendirgen. Muğla yığından keyin onu 11. ayının 1. günü. Bu her qanday parlamentning ichida bo'lgan muzokaralar oldin parlament tashindi, endi qarorning hammasi parlamentning muzokarasi o'tgandan keyin 7 kishilik doimiy komitet buni qaror qilib ko'p sonli ovoz bilan qarorni bekitib, andan keyin parlamentga jamiyat o'qiyan e'lon qilamiz degan chiqadi. Bu to'g'ri tuzumda shunaqa qilish kerak edi. Lekin bizningki Ali Kengash komiteti yığın zali bugun kun qacha pasib oldi turdi ham hukumatga parlament a'zolariga ziyon soldi, foyda etganmidi. Bunun ichida G'ulom Afandim bor, Ilyos Shamshiddin bor, Kurash Atxon bor, men bor, Ismoil Chingiz bor, Yoqubjon bor, Xizirbek Afandim bor. Xizirbek çoğalganlık için yaş jihatdan ba'zi manda ushaq gapga ko'p aralashmaganlik uchun bu topdan chekinib turdi. Meclis yig'in zalida chekingandan keyin biz altimiz qoldik. 6 kishilar bir qaror aqlni Yoqubjonmi ko'rinmaydimi normalda? balki javob bermadi. Bo'lmadi. Qasimiz bir fikr o'tirib qo'ysak, bugun kun kelguncha hech qasimiz jim turib oldik. Men shuning ichida, boshqa shuning ichida. Ma'nosini qaror qilni desak, başka yerdə imkas bo'lmagandan keyin bu amalga oshmadi. Uning ustiga bizniki shu oliy rahbarimizning o'rtasida ma'lum ixtilof chiqib, bu parlament oliy kengash to'planishida keskinlashib ketdi. Parlament a'zolari uniki yerimini ko'rdi, teshib ketganini, shitgavani ko'rdi. Biz bu masala bugun kungacha hal qilamidik. Keyin mana undan keyin bu 7 kishilik doimiy komitetdan bu turaversa, biz bu Ali Kengash deb yana bir shun Ali Kengashga o'zgarsek, 7 kishilik doimiy komitet o'z ichiga olgan holda 9 ulamda 11 kishi ulamda bir Ali Kengash yig'in zali bekitib, parlamentda bo'lgan, sirtda bo'lgan ishni shu yig'in zalida hal qilsa degan fikrni o'tirib qo'ysam, u bugun kungacha amalashmadi. Shuna hozir biz hukumatning ittifoqsizlik, ishni ahmoqonligi Vatan millet için bir işklanmaklığımızdaki bir sebebi biz 7 rahberde birlik bulmadı. Muşmasın hal qilish uchun bir nizamda bir narsani tushunsak mencha, ko'pchilik fikr bo'yicha. Ya 7 kishilik doimiy komitet cho'qim shuni yig'in zalini asli keltirib, hammamiz shu yerda cho'qim turish kerakmi, hal qilish kerakmi fikr berish. Ya bo'lmasa bir oliy kengash yig'in shakllantirib 7 kishilik heyatni taklif topgan. Bir masalani hal qildigan parlament a'zolariga hukumat rahbarlik qilgan bir rasmiy o'rinni shakllantirsak, biz yana ishimiz oqmaydi. Mushuni muzokara qilib baqsanlar bir fikrim bor. Mushunga. Qarindoshlar, men hozir fursat chiqib qoldim va men bilan munosib bir tema o'tirib chiqib qoldi. Yaqini. Shu doimiy komitetni biz oliy kengash deb atayotgandik hozir. Bu 7 kişilik mesele, nazik bir mesele bo'lganligi uchun bir qancha qitim bu meseleni tuzash uchun harakat qilgan bo'lsakmi, amalga oshmadi.
Menimce aşmamdakinden şu biz bu yani daim kengeçte başlayıp Ali kengeçte 11 kişilik ya 13 kişilik ya 15 kişilik bazı vakitlerde. Aslında bir urunlu tesis kılış fikretine ben koşulu ben. Çünkü hazırında bu 7 kişi bilen ya 6 kişi bilen bazı işler manmaydıgan bir ahval bulup kaldı. Şunu Doğru arkadaşlar. Emine asas kanunu bekitilgende bu karar kurtarmayı bazı vakitlerde ciddi bazı kararlarını ile ciddi meselelerni hal kılışımız gerek. Allah rahmet gap oldu kurashga ama. Şuna hem de biz şu Malik Kengeç degan bir yana bir o'rinni şu nizam kirgizib amaliy ahvol qarab a'zolari hamda shuning 7 kishilikdan hamda 11 kishilik, 13 kishilik, 15 kishilik, 12 kishilik bo'lib ketishimiz mumkin ba'zi vaqtlarda. Hamda ashunga oid bir moddani ashunga kirgizib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Ama ben yaxshi fikir oldu. Mening deydig'imda endi bu shunday 15 kishilik bo'lsin, 7 kishilik bo'lsin qurg'andagi WhatsApp'da buni bir tuzib bekitish kerak. Bir adam bir fikr tashisa, cho'qim 2 soat ichida yoki bo'lmasa bir kun ichida javob beradi. Qo'shimcha diktatörlik deymiz. Bo'lmasa uning fikri inovatsiz deydigan bir Qo'shimcha ben ma fikrimniki kichik yeri qap diken tartibkan bunu to'liq ben o'zim tushuntirib yani bu mayli 9 kişilik olsun, mayli 11 kişilik olsun bu Ali Kengeç'ninki bir meclis reisi bo'lmasa yani çoğalçak olup gidiyor. Aramızdan bir meclis reisini şu yığın reisini biksek hem de fikrini şu kişinin riyasetçilik kıysa şu arkalı mesela ben bir bağım minister olsam ben üzerimden telefonu yığın reisi gidiysem o yığında hemisiga oturup koysa kim cevap vermişse o söylese kararını ahir şu çıkarsa manda bu dedi. O 11 kişilik grubun içinde bir meclis reisi olarak baş grup versiyonu. Benim bir fikrim var. Bunun için muavinlerini biz keyin bekite olan... Bolu da, şunda Bolu da. Ben koşulma arkadaşlar. Ben bir fikrimni belirteyim. Bolu var. Yani şu, bu hazır bir çok bir netçimin adamla gördüm bu mahallenki. Bu yerde bu baş kurduğun eşnesi geçiyor. Yani reis cumhur. Şunu mesul olsun. Bolu da. Bence aşağı konuş kerak. Yana kaydı değil. Ama bizden hazır karşı bağlarlık için Tug'liqga o'ttirda ma'murda amaliyot bo'lyapti hozir ish qutib bo'lib qolgan bir ish bor amaliyot. Bosh minister, prezident bu yerda ishga qutib bo'lib qoldi hozir. Bu yani ochiq demasak bo'lmaydi. Ya uni sezdirmayman. Endi mushuningda her meselege adil bir Allah'tan korkuyduğun, bendeki çokunmaydıgan, Allah'ın yolunu yol ve bizim vatanın Şarkı Türkistan müstakilliğini kıble kılıp koygan ma yoldaki bir adamlar bulmasa, halis adam bulmasa bu işler oturup çözülmez. Ya men hazır demek çoğundan qaraman belki meniki belki tushunish bo'ldi. Bu yerda Ali Kengeç bo'lgandan keyin shu Cumhurbaşkanı degan shuniki Ali nimasi bo'ldi. Endi bu yerda yana bir Ali Kengeçni chiqarib qo'yib, yana uning ichida yana bir Ali odamni chiqarib qo'ysa, u Ali men Ali chiqdim. riyasetçi oldu mu? Muşu riyasetçinin orada reis demek Ali Kengeç'ten jığın riyasetçinin oraya az ileri. Bu işte bu başkanın içinde başkanı. Bu ne? Maşa bugün diktatörlüğe varsa alıncanlar çıkar bekletti. Hemmeyle koşuldu. Ama o bazı vazifelerge hem de aslında mecbur atayla Allah razı olsun. Allah razı olsun. Onun için mening muşu hazırki Ali Kengeç'ke bo'lgan bir fikrim var qarindoshlar. Muş Ali Kengeç'ke bo'lgan fikrim qolgan hamma narsaga qo'shilman. Ammo mush Ali Kengeç'te hazırgacha Cumhurbaşkanı, Başbakan yardımcısı bu vazifelerdikiler kiravatılır diye geldi. Endi şu yerga Ali Kengeç'ke kirgandan keyin passib turibasiz uchun
Şuna jig'ir riyosetchisi shuni qilmasin. Ama onun küçük ifadesi hesap kılınmaydı. Hesap kılınmaydı. Yakunusu bu devamlılık kısa. Bu şey fakat Ya zaten kanunda dedik ki eğer bir milletvekili meclis sayılınıp şu çağda bekiyorduk yaki görmedik de şunu mu çadıra en azı eşikinci görünmegen bolsa avtomatik kanun oldu. Benim taşlamazdan ne yapılay mı adı biraz iken koşak mı açtı şu çıkamak ne kançı uğurlaştıraydı şunu zaten bir soraydı gel. Vakşıra tuttuk iş kursula mı? O iş kursu yok bizde. O iş yerim. Birge tanında. Oturdan çıkıtma. Ya ma to'rdagi qarindoshlar ma tamoq bir do'ldirgan bo'ldi, bir gurgul kelasiz bak. Yani bir yer Endi bu ya birde hazır emas. Mana bu ikkinasi İlya, o şimdi çıkmamışkemiz biz ve kamak uğurlaştırmayı tapışmışımız bitken vakitte aşağınığı verip lan cevap vermey küçük desek bulmam da eğer devamlılık fikirlerini boşuna kançılık müzakere kılacak. Ben de bir yerden de yakın aşkan manayının ki bazı buldu. Ya neyimlik kılıba? Neyimlik kılıba yok. Neyimlik kılıba? Bir şeyden çık gitti bu jığın kaykımaya kemmeydi. Kemmeyden bırakın gittimiz ya. Bırak gittimiz ya. Buldu. Oldu mu? Değişik çıkıp bırakmışsınlar. Biz bir yerde jığını devamlaştırayım. Mamak meselesi kim paranlasak? Meyli. Hem de hazır bırakmanızı kadar vatim var mı? Dikkat kıysanlar hem de. Biz bu asas kanununu tükettik qarindoshlar. Qo'shimcha nizomnoma tugidi hamda hukumat ichidagi mavjud masalani hal qilishga qanday chora sunusida shuni sunib qilinglar, endi bo'lmasa men bechoram bor shuni sunaman. Ha kim siz? Anladım abi bak ulan kanla gipini var köpçülük. Ondan bir fikir madde belgelendi az qo'shimcha nizomnomada. Lekin mesela ayollar meselesinde hiç qanday bir narsa o'tirib qo'yilmadi. Bizdeki bu Türkistan hükümetinde bir ayol var yaptığımızda Taşkışlar Ministeri başka ayollar kabul kılınamda kalandık ne adır süreçten cinsi, dini itikadının taktiği nazar arkadaşlar Türkistanlık kabul kılınamda. Nispeten kadar hiç kadar bir belgelimi yok. Size karar var. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana bu aniyasaning bir maddasida maddaniki nomerini unutib qoldim hozir. Shuningda jinsiyat ayrimchiligi yapmay, mush vatanparvarlik ruhidan bo'lsa, vatan millatga sodiq, da'voyimizga sodiq bo'lsa, millat vakilligiga qabul qilinadi deydigan madda bor asosiy qonunda. Shu bulandiki deb o'ylayapman. Jinsiyat ayrilmaydi. Faqat şu milliy davomimizga sadoqat talab qilinadi. Shunday bo'lsa, millat vakilligiga elinadi deydigan modda bor. Anladın Bay. Asosiy qonunda bo'lgandan nima qo'shimcha nizomnomaga shunga chegizmadik. Asosiy qonunda bo'lmagan problemlarni nizomnomaga oldik. Bo'lmagandikinde asosiy qonunda borlarni nizomnomaga olmadik hozircha. Ya adı bulan kanalın diginde bir tekrarlap koy, ala anlamagan tek oturdu. Anladınız? Ha şuna mı? Asas kanun ma'qullandı. Yig'in qatnashuvchilar tarafidan ma'qullandı. Boshqalar qarshi chiqsa, uni keyin ko'ramiz. Mushu yig'inga qatnashganlar tuniga ma'qulladinglar. Ya tunigan sen ba mishadi kurash. Tunigan sen ba. Agar qo'shilmagan bo'lsang, tunigan fikr qilsang bo'ladi. Bugun bo'lganda sen nima demoqchi?
Onda olsun neymiş ekkenmeden? Sen kaç yıllık parlament reisi? İsmail Cengiz param. Sekiz maya gecen katlaşmış parlament ezalarının tizimlikini yollattım ama. He? Nişat 48. Ben katlaşmadım 48 mi ki? Sen neymiş katlaşma? 48 olsa 60'tın Mesela Muhtemelen rahmetli Ahmet Can Osman, Ahmet Gemberdi, Sultan Mahmut Kaşkari, Pensiye çıktı Bunlar yok bir ahvalda siz müşakkate ademli sanatlar çıkıp malını sanatlar Tokyo var mı? bu 25'den boşaldı bunun sanatlı kısmı sonmayız bu siz yarışmayız anladınız. Tüccarın neceden karım. Tokyo ayrılmıyor. Tokyo'daki dinleyici. Yok. Muğla'daki dinleyici. Neceden karım agan yerden. Siz yapılarına geliyor. Bu soru bitirmeyiz mesela. Yine o kavga üstüyor. Bu işine hiç kanda doğru kılmamak. Biz hayatımızdaki ömür adamların ne milletvekili? Ne kadar mı? Birinci o yeni birisi. Ya Küreşke. Küreşke ben bir gap kısam. Küreşke ben bir kız gap kılay. Küreşke ben bir kız gap kılay. Mavu meyada bir adalet olaylı. Mening bir chidamayotgan bir narsam bor. Men hozir gapni rostlasam nirvonga chiqdi. Bu prezident davlatning prezidenti chaqiriq bilan favqulodda yig'in chaqirdi. Davlatning prezidentning favqulodda yig'iniga to'r orqali qatnashishga biz oylar burun bunga da'vat qildik. Siz qatnashyapsiz, parlamento raisi qatnashga yega qatnashmagan qandaq bir milletvekili dalalaymiz bu yerda. Bu hissiyat ama ameliyatı şu devlet. Ben hissiyat bilen yapıyorum çünkü. Report kovalaydı. İyi bunlar doğruyormuş, iyi varsın. Ben sen nöromerler protektörler lazım. Neymiş ben bunu şöyle report kovalaydı onu. Şu adamın ılığı cismini tutamıgan yaklaşsa adam niye söyleyip kalıyor zaten. Zaten koyuyorlar. Hedef sunumda koyalım. 10 minutda to'xtab turing Küreşke. 10 minutlik tanaffus chiqib qoldi. Ma elimni yachaqim. 10 minut. Ya ümitim degan gapiga men qo'shilaman. Chunki biz hamimiz vatanning manfaatini en oliy. Biz ashuni en ustun qo'yamiz. Har qanday shaxsiy manfaatni biz buni aralashtirmaymiz. Har qanday odam u kim bo'lishidan qat'iy nazar agar vatanning o'sha oliy manfaatiga xiloflik qilmayman deydi, biz uni yo'q qilmaymiz. Hamda ümitim bo'yicha aytganda Aydın yoki bir ay bo'lib hammasi ustirish qilyaptilar. Nevalarni kiringlar, telefonda kiringlar, biz mushlar jurnalistlar prezidentning avolisi bilan bo'lgan ishda bular bu yig'inni ko'z bilmagan gapda. Qatnashmasa telefoniyati yo'q hammasi, hamda biz buni qilib o'sha yo'q odamlarning faqat ismi bo'lgan odamlar u demak bu Sharq Turkistonning mustaqillik harakati qilishga bo'lmaydi. Sharq Turkistonda o'layotgan, qirilayotgan 3 milliondan ortiq odam ular uchun o'yinchoq. Agar ular buni muhim bilgan bo'lsa, ular cho'qim bu yig'inni muhim bilib, tunugun bir amallarni qilib, internetdan qatnasholmagan bo'lsa, telefon olgan bo'ladi. Hech bo'lmasa. Bunda qilish imkoniyati bor. Agarda bunda yig'inni ko'z bilmagan unda parlament a'zosini biz parlament a'zosi qilib o'tirishimizning hojati yo'q. Chunki hozir biz jiddiy bir qaror elib
ciddi iş qilsa vatanda nurg'un adam qirilib ketyapti. 1 minut biz uchun nihoyat muhim. Bilmaymiz biz 1 minutda u yerda qancha odamlar qirilib ketyapti. Men bir gap qilay, ko'pchilikni paylash material bo'lib qolsin. Yig'in ichilishdan 5 kun burun, 5 kun burun İsmail Cingiz'den ben ciddi cevap kuttum. Benim baş ministerdim, bir haber bulandık dedi. Hiç haber bulmadan deyin ki, ben baş ministerime kat yazdım dedim. Ketimi okup resim dedi. Esselamu Aleyküm, İsmail Bey Efendi. Beşimizde siz boğalık için, Tamam, vaktini keçiktirdik ama vaktimiz yok. Bizden kızlarımız Mayarma, Demiriştin Parti'de köreşken Mayarma ve bizden acmamızken bir İsmail Çingiz'le yazışkan e-mailleri varken şunu okuyordu da bir ama bakayla. Ali bir anlayla aldım yani. Esselamu Aleyküm İsmail Bey Efendim. Beşimizde siz boğanlığınız için parlament topudaki tartışlara köp arlaşmadım. Şimdi orada şahsi gepemde. Bizimiz baş minister, bizimiz mağlum boğanlık ki. İlyar bilen sizin aranızdaki küçeygen ziddiyet, gidermacıra, Gulam bilen sizin aranızdaki tirkişiş, birlikimizge ziyanlık bulattan ciddi bir mesele bolsa mu? Sizni uzun yıllık rehberlik stiliniz bilen aqilana ve paydık usulda doğru bir taraf kılalaydı dep qaradım. Hükümetimizin ali rehberleri arasındaki ittifaksızlık tüpeyli hükümetimizin aksap kılışı parlament azalarının birliği tesir etkizdi. Gulamның öz namida ciddi yığın çakırıp ciddi meselen her bir çakırıkını fırsat dep qara. Eğer imkan ve şiraitiniz uygun bolsa yığınga kilasınız bek yaxşı bolatdı. Yüz turup birlikte ortak fikirleşip ortak kararlarını ağır bolatdı. Eğer kilemige ahvalda hiç bolmasa tordun yığında katnarsınız mı yoki öz fikrinizni reisga bevosita üversiniz mi fayzi bo'ladi deb qarayman. Yoki bo'lmasa yazma halda manga havola qilsangiz men sizga vakolatdan yig'inda kun tartibga qo'ysam bo'ladi. Bu qitimki yig'inda muhim masala qancha gal bo'ladi uqmayman. Lekin xolis tirishchilik ko'rsataman, hurmat bilan azmam efendim. Cevap vermedi. Hani. Kımı kurash, ben siz bilan bugün tanışatma, evden yoklar. Qarang, mushunda yezibdi. Prime Minister var da bu nayt muhim adamga. Mushunga javob bermayapti. Mushuni qanday tushuntirasiz? Agar mushuningmi, ya mushuni biz to'xtab turing. Sababi bor deydi. Meningcha bo'lgan har qanday sababini biz qabul qilmaymiz. Bu to'g'rilik. Chunki ayat 3 million odam o'layotdi. İnrayotdi. Qon ichida bunday vaqtda 1 minut Benim ismim Talib. Sizin sözleş hukukunuz var. Ama azami bizge primat vaqtni men hozir ishlayapman. İntayin ya ish agar ma'lum parlament yig'ini vaqtida siz demiş ishdan ruxsat so'rab ashada o'ltirmaysiz, nima degan intayin men bizmi ishlayotgan men 3 kun bo'ldi damirim ishada kelyapmiz. 3 kun bo'ldi. Eğer aşında desek millet meselesine ali o'rin qo'ymasak bizning işimiz ahmaydı. Allah bizga berkat bermaydi herkes bu. Kanun nizam bilan hal qilinmaydigan zar nima ish bor? Dunyoning hammasi qonun nizam bilan hal bo'lib chiqadi. Bu Komünist partiyasi emas bo'lsa bu. Hem bu kanun nizam bilan hal bo'lmaydigan ish bo'lsa bu faqat bir diktator kommunizm hokimiyatidan bo'lishi mumkin. Aşını hurmat qilish kerak-da. Bunda hurmat qilsa javob bermagan qanday Çünkü biz müşahede sorunlu bir adam 25, Torbat'ta anlap koşulgan adam 7'de 32'den makıllık bilen bu asas kanun tüzükten kırgızlıktan tüzükleş ve nizamdan bile Mamayla bu vatan meselesi bunun biz hakkında şahsi hissiyatlar hiçbir devlet bundan çıkınmaydı. Hiçbir yerde. Xitayning Komünist partiyasi bundan çıkınmaydı. Bunda yığın boğan vaxtda kilidi olar. Yığın boğan vaxt kilidi. Üzde devletning azası dese yığın boğan vaxt kilidi. Mesela parlament reis çakırsın bardı, başkan çakırsın bardı, o çakırsın bardı. Her qanday hakimiyetni qarasangiz, meyli Amerikada bo'lsin, meyli Xitoyning Komünist partiyasi bo'lsin.
Nima uchun biz buni qilolmaymiz? Bizniki mushunda kunga mushunda kichik narsani talashib tatib o'tganligimiz uchun necha million xalq qirilyapti ayada. Mushundalik 70 yildan yazib mushunda qilib o'zaro uning manfaatini, buning manfaatini yo'q o'rnini talashib o'tganligim uchun meniki necha million qirinchib qirilyapti. Shuning uchun İsmail Chingiz apandimga, apandimga qarshi tursa yo'qolsin. Millatimga vakillik qilolmaydi bunday deb qo'ysa. Agar o'zini haqiqiy millat uchun kurash qilgan odamday bo'lsa, mayda to'r orqali qatnashidi, so'zlashidi, xalqningki umumiy raisiga bo'ysunadi. Liderligi shu. Diktatorlik kerak emas biz. Diktatorni yo'qtimiz deb qurilyapmiz biz bu yerda. Hiçbir sonunu tanımayım ben. Eğer müşteri kızanı hiçbir sonunu bilen karim yok benim kısımdaki. Vatanperverlik onun elmin ben anam müskurgu yalgan. Sizge yapalım. Eğer vakt geçecek mümkünse sen de gününü dargısı gerek. Eğer müşteri vakt geçse. Millet öyle hatta vakti yanı müşteri oyun kira batarsa sen de gününü hamımızın dargısı gerek. Hoş. Hem de bu birimiz yaş degan kuni ameliyatchan bo'limiz shu, ameliyatchan qara kurash. Assalamu alaikum hörmətli vəkillər. Ve aleykümselam. Bu hazır İsmail Çingiz baş ministrimiz hakkında azraq fikirler bu kaldı. Ben şu Köreş Ataxan'ın ki hissiyatını şu vakitte bu adamın ki teklifini kollayman. Çünkü bu sürgün hükümetinin 34 yıllık tarihi da hizmet kılan nurgun pişkadem kadrlarımız, rehberlerimiz var. Şunun birisi bu İsmail Çingiz emre. Bu adam eğer şu 14 yıl yazı 14 yıldan beri zaten çokum bir hata sürgün hükümet ki ziyaret işlem kıygan olsa bu başka yapımda. Lakin ondan kılmay az olsun köp olsun hizmetini kılıp devamlaştırıp gidevattan olsa sürgün hükümetinin bugünkü günde biz canlandırış, sistemlerini yanılaş, kadrlar aparatını kuruş, bakışıp gidevattan doğandan ki Mavu Köreş Ataxan'ın davet qilib, sizlarga sunayotgan taklifi bir savr qilib, hamda qonun nizomnomani sansak rasmayatchingizga bugun qatnashtirganligi haqiqatan xato. Ba'zi peshqadam kadrlarimizni xato debda ularning bir tarafdan qarashtirib onu faqat chetga qilmasak bo'lmay qoladi. Chunki yillardan beri bo'lgan uni xizmati bo'lgandan keyin hozir bu yer ittifoqlik muhim masala bo'lib qoldi. Shu kadrlarimizning bir tarafdan qarashtirib, o'ngishilishini ozroq fursat berib Muş Köreş Ataxan şu işlarga yol qo'yib, shularga ayrim so'zlashib qilayotgandan keyin Muşlar azroq fursat beraydi. Köreş Ataxandan bu ishlarni o'ngishib ketishi mumkin. Hozir juda azroq savr qilinglar, bu ish o'ngishib ketadi. Ya bu yerga parlamentda yig'in bo'ldi deb, hamda favqulodda yig'in bo'ldi deb, bir oy burun hamda hamma davlatga huquqan hamda jiroq yerliklarimiz keldi. Endi bir oyning yog'ida mushuklar bir davlatningki manfaatiga munosabatlik, vatan millatning manfaatiga munosabatlik bir favqulodda yig'inga bosh ministr o'g'aydan bir ifoda bildirsa, endi buni nima deb tushunish mumkin? Yo'q, men bu tarafda ushlab, men bu ishni o'ylsam, bilan o'ylaydi, ammo sürgün hükümetinin kuruluşunu kuruştan ben şundan kişiler sel sevri kılıp sel bir çoğurak bir nazaket göz büyürek düşünüp bu şansı büyürek bir elkigan olsak nait yaşlı bütün ülke geçildi ama sayılan geçildi şuna Ali Keneş boşuna kılıp sen bu işte hata kıldığın yılın katlaşmadan kanunu katlaşın gerekli değilse gelmemiz haklı ama bazı işlerin sen kimliğini bırak. Ya degan gap to'g'ri, ma yig'in zalining vaqti bor, vaqtimiz nayt qiz, qanday qilamiz ko'chib yurib ochamiz, birdamlik edi, oliy kengash shu bir yig'inlarni Köreş Ataxan qilib bu ishlarni shuni sen
diplomatik siyasi ahlakli usullarda Ali Kengaş'ta kurup çıktığımız, Ali Kengaş'ın usulunda ajrab ketganlarni yamlaymiz. Buzib ketgan kitoblarni buzamiz. Buni o'zimizda ularning oldini olamiz. Ama kurashgan yaxshi gap qildi, kurashgan va oxirgi gapingiz mana yog'dek bo'ldi. Mush Amerikada ichilayotgan yig'indan mushaga qatnashayotganlarning mush yig'inning ro'yini ijro qilamiz degan gapingiz mana nihoyatda yaxshi gap bo'ldi. Bu bir örnek biz uchunchi. To'g'ri, rahmat. Ko'rinishda biz o'zimiz ko'rolmaymiz, ahmiyatli, yuqori saviyalik yig'in bo'ldi bu. Xudoyim bo'lsa biz nereden kelgan bo'lsak, mayli natija yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, buni biz milliy da'voning manfaati uchun ishlatib ketaveramiz. Bizning ashunda qobiliyatimiz bor. Ashunda ishonchimiz bor. Ashunchalik tajriba savodlarimiz bor. Shumalikda ma'lum nechkina yig'in qatnashuvchilar kayfiyatimiz qiynalib qizib qoldi, kayfiyatimiz ko'tarilib qoldi. Bu yerdagi atmosfera bilan hukumatdan kutilmaydi, yo'q qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Sabr qilinglar. Biz asosda ilgarilaylik, puxta bo'lmaylik. Hukumat bizning qo'limizda ifodasilik yapsin. Bak Saydak'ın gap qo'yadi-da. O'tirib qo'ymoqchi. Davoni guruhdan xizmat kelayotgan. Falonchilik qurgan degan gaplar so'z ta'kidlanmoqda. Men bu mushaqil gapda vatandan nurg'un gap qila olmayman. Chunki gap qilgan asosim bor. Lekin vatanga 20-30 million xalq qirilib tugab ketyapti-da. Biz mayada oni puldan, moli puldan deb o'zimizni reklama qilishdan o'tayapmiz qarindoshlar. Buningdan boshqa narsa men qildim bo'ldi. Biz da'vo qildim. Vatandagi xalqdan bir shuki yetishladimi? Yoki Xitoy bir ta'sir ko'rsatdimi? Davomli qaytib deyishimning sababi o'sha o'zimizda bo'layapmiz. Hozir o'sha yig'in yetildi. Asos qonunninki moddasi asoslangan qancha esimda yo'q. Prezidentdan bunday yig'in chaqirish huquqi bor. Yig'inni qo'ldan hozir qo'llayman. O'sha yig'inda agar vatan millatga foydali narsa bo'lgan bo'lsa, bu ikkiga bo'linib ketadi, boshqa nima qo'llamaydi buni. Agar vatanning millatning manfaatini o'ylaydigan bo'lsak, o'sha yig'inni qo'llashimiz kerak bu. To'g'ri. Qo'llamaymiz deydigan nima haqqimiz bor qarindoshlar. O'sha agar uyg'un bo'lmagan bo'lsa, vatan millatning manfaatiga uyg'un bo'lmagan bo'lsa, qo'llamasak to'g'ri. Agar uyg'un qarorlar elinayotganda hozir hech qo'llamaymiz buni. To'g'ri. Qo'llamaydi. To'g'ri. Vatan millat o'ynayotganda davom mayada talash tanishlar bo'layotdi. Men yo'q. Başka işkentisi biteydi oldu. Bana emir vakti yok. Şunun keşmanı yaptırgan iş. Jığız var. Onun başka yerinde sıkıntı olmadı. Vaqt emas hozir. Hozir vaqt emas, hozir qaranglar. Men buni tushuntirib qo'yay, bizniki nayt yamanchiq bo'lsa 5 yil vaqtimiz bor. 5 yildan tuvan vaqtimiz bor hozir. Qirilib, kunda necha ming odam qirilib ularga lagerlarda, turmalarda. Biz o'zimizni rad qilsa olmasak, atogin qichib baba davlatniki, cho'ng davlatniki bizni qo'llashiga erishamisak, biz qirilib tamoman yo'qlab ketamiz. Onadagi o İsmail Chengiz'niki prime ministerlikka boshqa narsa qilib qog'ozdan biznesi bo'ldi. O'zi sayrab Anvar Yusufbek tek narsa sayrab o'tirdi. Salifdan siz tushunamiz. Şunun için bir yerde eğer mani tizrak kılışımız gerek. İşimizde, üzümüzde resmi hükümette tizrak bir şeklini kılışımız gerek. Bizdeki Tibet'indeki 30 yıl, 20 yıl, 40 yıl, 50 yıl vaktimiz yok. 3 yıllık dava vaktimiz yok bizdeki. Onun için vaktimiz yok. Reallık buluşumuz gerek bir yerde. Şunun için biz reallığa uygun siz haletten üzümüzde şekillendirişimiz gerek. Resmi devletlik yürüyüşümüz gerek ve devletler bilen münasebet yürüyüşümüz gerek. Devletimizin besilvarına zimindep itiraf kıldırışımız gerek. Onun için halkara kanunu boysunup
xalqaro maslashib, davlatimiz nasliga keltirishimiz kerak. Shuning uchun bunda o'zaro mojaro talashib o'tamayli. Men necha yilni yazib, u tashkilotga berib baqdim, bu tashkilotga berib baqdim, buni qilib baqdim. Birlashaylik, mustaqillik deyildi. Davlat mustaqillik tarafdori turib, yana davlatning ichida kichik ishlarni nimishib vaqrab o'tirishmiz. Nimish qilib talashib o'tirishmiz. Yani huquq talashibgan hech kimning haqqi yo'q. Bu yerda vatan millatning manfaatiga sotqinlik qiladigan va yoki bo'lmasa ziyonli qiladigan hech qanday bir qonun tuzum yoki nizomnomani tasdiqlaganimiz yo'q. Hammasi vatan millatning manfaatiga uyg'un tunigan 30-25 yildan to'rda 7dan ko'p sonliqning qo'llashilab qonun tuzumlik kirgizib ma'qullarda endi bu yersiniki yo'q to'xtattiringlar palonchi kelsin deb turilishning hech qanday bir hojat yo'q. Palonchining kuchi ekanmidi shuda? Nima uchun kelmaydi? Mushundaq bir vatan millatning jonijon manfaatiga kerakli bir sharoitda u nima uchun 1 soat vaqtida chiqolmaydi? 2 soat vaqtdan chiqamaydi. O'zgaramiz WhatsApp torlari bor hozir. Uchinchi telefonimiz bo'ldi. Nima qilib ketdi? Misalni tudemin o'tganda bir so'zimda misol qoldim deb turay. O'tganda Osmonjon qarindishimiz bir gap dedi. Men WhatsAppga to'pmushi parlament a'zolarining WhatsApp to'piga gap so'zdan anglamayapman. Qisqa gap qilsanglar, javobni qaytaramayapman. Men bu bekor vaqtim yo'q dedi. Bizning qilayotgan inqilobimiz mana shunday inqilob. Bekor vaqtni qiladigan qarindoshlar. Parlament a'zosi, Oliy Kengash a'zosi bo'lib To'g'ri. To'g'ri, Saydakumka, mana davatgan gap naq Saydakumka sizdan deganingizdek. Bu tunugin e'lon qilingan yig'in emas. Ya bugun shuning uchun qatnashib biz musha talashlarni to'g'ri. Qatnashmaganning o'zi bo'lsa, qo'polni bala kutilmaydi. Eğitimden oynama. Rahmet, Saydakumka, rahmet. To'g'ri gap qildingiz. Buni bir xulosalayib o'taymi ma'ni? Ha, xulosalayib o'taylik. Xulosalayib o'taymi? Bunda qilavermaydi. Hukumatning ichida ziddiyat bor, hammalarga ma'lum. Bu yerda yot odam bo'lmagan ekan, hammalar hukumatga tabi odam bo'lgan ekan, oshkorisin deydi. Buningga hozirgacha bir chora bo'lmadi. Aslida parlamentning WhatsApp to'pi mushunday masalalarni o'tirib qo'yib, hal qiladigan, qaror chiqaradigan ishdi. U yerda bo'lmasa 7 kishilik Oliy Kengash qilibdi. Lekin qaror mexanizmimiz ishlamadi. Ishlamaganlikdan ochdik majburni. Hamda yana shunda quruq gapga, yana yaqinda inqilobiy shuvarga, kommunistlarcha quruq paqpaq gapga vaqt sarf qilmay Emeli çağrılarını sunumla. Aldı ölen sizlige nöbet verilip tordun katnaşkanlar çağrı sunumla kanda hal kılımız hükümetinin içindeki kutuplaşış meselesini. Hazır iki kutupka bölüneglik. Bu iki kutupның işine kanda bir taraf kılımız bununla emeli kollanışkı boluduğun tedbir alınma sunumla. Şu var emez. Benim tedbirim var. Men bu işni hal qilaman. Kim o? Kurash. Hozir. Mening bir deydig'im Müşahede hal qilamaymiz. Qara kurash bu yerda sening eg'ir mas'uliyating bor ekan. Bu yig'inni asli tuligin boshlanadiganini bilgandan keyin asli butun parlament a'zolarini aşı uqtirib bir oydan yog'ashini naq qilishing kerakdi. Sen bu ishning o'tisidan yaxshi chiqolmabsan. Endi bo'lgan vaqtida mana yig'in oxirlashayda bizning bu Rüyant qilgan vaqt, to'shgan vaqtda bunda deb ta'tirib qilishsa, bizning bu 2 kunlik ichilgan yig'inning hech qanday ahamiyati bo'lmay, shunday jiroq yo'llarni besib kelgan bizning kutayotgan xalqimiz tunligin biz shunday ahamiyaga loyiq qildik. Endi bizning xalqimiz shunday bir nim bo'ldi deb umidlanayotgan vaqtda biz xalqimizning irodasini sundirishdan boshqa ish qilmaydigan bo'lib qolamiz. Shuningdek, bu yerdagi agar mas'uliyat bor desa, mas'uliyat kurash ekan. Chunki kurash parlamentning raisi bo'lgandan keyin butun parlament a'zolariga uqtirib, kecha uxlamay, tamoq yemay ishlaydigan vaqt bu.
endi bo'lgan vaqtida undaq bo'ldi, bundaq bo'ldi kurash. Men faqat Allohning nimasidan gap qilyapman sana. Biz bir musulmon, Allohning nomidan aytganimizcha, mushundaq vaqtda biz bütün vücudumuz bilan ishlaydigan vaqt. Endi bo'lgan vaqtida undaq bundaq desak, Alloh taolo bizning harakatimizni emas, bizning qalbimizni nimbaligini bilib turibdi. Shuning uchun bütün bu shu Sharq Turkistondagi 35 million xalqning nomidan sen hozir darhol ko'nglingdagi andaq-bundaq o'ylayotgan ishlaringni hammasini unutib ketib, mushun ish qanday qilamiz? Bugün mushuningda biz xalq qanday bir umid qildigan, umid berishlaydigan Sharq Turkiston xalqiga, Xitoyga qattiq bir zarba beradigan, bizni qo'llayotgan kuchli davlatlarga kuchli bir signal beradigan ishni qanday qilamiz? Mushuni o'ylaylik darhol. Hozir bizning hech qanday vaqtimiz yo'q. Bizning tunigun olgan qarorni 32 odam qo'l ko'tarib olgan qaror. Endi ash qarorni biz mushada meningcha bo'lgan vaqtda biz saqlab qolamiz hamini. Endi biz davomlashtirib yana qildigan boshqa ishlar ekan, biz shuni bitamizsak, bizning bu yig'inimizdan hech qanday natija chiqmaydi. Nimdan saqlaymiz qarindosh, bu shaxsiy da'vomi yo bu kollektiv da'vosi? Shu emasmi? Yo'qsa oliy kengashda boshqadan ratlar chiqib kerak. Yo, masalada shu raddasi shuni dedi. Ya shu fikrni turib ko'rish atagan parlament a'zosi, parlamentning rais bo'lganligi. Hammadamni nima qilish kerak? Agar chiqmagan bo'lsa, masalan, Amerikaning qoidasidan deb qo'ying. Va yoki Yevropa qoidasi. Agar kelmasa parlamentning oliy yig'in qilmasa, bu parlamentda qonuniy yo'q, yo'qolgan. Parlament emas deyish kerak. Bizlik mijiqlab o'tirishadigan vaqt yo'q. Biz bunday lazım emas hozir. Bir hukumatdan parlament reisi o'g'aydan mushundaq bir favqulodda yig'inga o'zining parlament a'zolarini safarbar qilib qatnashinglar deb o'zi kelamiz-mi? Parlament a'zolarini safarbar qilinmagan odamning ham bizga nima kutamiz ham bundan? Kurash, qara kurash. Ya bir mashina urib doktorxonaga yotmasa yoki boshqa narsa bo'lmasa, nima bog'langan? Qarindoshlar, Assalomu alaykum qarindoshlar. Endi shunday tartishning oyog'i tugamaydi ekan. Ondan keyin endi birsimizga qo'pol tegadigan, birsimizning ko'ngilni og'ritadigan ishlar chiqadi ekan. Majig'in degandek bir oyni yaqin e'lon qilindi. Bu yig'inda Cumhurbaşkanı'nınki kanunluk hukuka asasen eçilayotgan bir yig'in. Şunun için kanuni jihatdan hech qanday bir problem yo'q bu yig'inda. Cumhurbaşkanı o'zi ishada. Parlament reisimiz o'zi qatnashmagan bilan mush yig'inning ustida. Andan keyin muavin parlament reisi ishada. Başbakan, muavin başbakan bu yerda. Birinci başbakan bo'lmagan bilan muavin başbakan bu yerda. Andan keyin Oliy Kengashninki nimani qilsak, Oliy Kengashning 4 adabi mishada. Xizirbek efendim hamda o kasallik munosabati bilan chiqib ketgan bo'lsa-mu topda. Ishkaydan Turkiyada, Adrimiyada kunduz va uxlayotgan bo'lsa-mu, hozir 4 adab mishada. Shuning uchun mush naq maydonda Cumhurbaşkanı, muavin baş minister, baş parlament reisi, muavin parlament reisi, anandaki miyada 32 milletvekili bo'lgandikin mishada har qanday qaror chiqarsak, bunun qanunsuz hech qanday tarafi yo'q. Shuning uchun millatimizningki manfaat uchun mishadan mushu bir çözüm haqida bir qaror chiqsa yaxshi bo'ladi deb qarayman. Agar qaror chiqmay taqib ketib qolsak, yana bu ish WhatsApp qiladi. WhatsAppda hozir qadar kelayotgan tajribada kim vaqiriyalsa, kim jaqiriyalsa shuning gapi gap bo'lib kelyotdi. Qolgan insonlar men gap qilganlimi, gapi aqmagandikin qaransamaydigan bo'lib qoladi. WhatsAppda yana aqmaydi. Şunun için hazır muhim rehberlerimiz bayada, Ali Kengashning köp sallıqı bayada müşahede bir kararımızı çıkarıp bu siyasi mesele aşında oldu. Siyasi mesele hazırlıkta vatanımızda, halkımızda, yaşamımızda eğer kim şu vakta vaktista
keskin bir karar alanmagan hükümet başka işlerde gerek gelmeydi dep qarayman. Şunun için hemmemiz bakemiz müşahede fakat şu başbakan yok. Müşahedeki kararımızı elip başbakan'a bildirsek, menimce o başka boysunuştan başka çare yok dep qarayman. Demokratiya degan shu. Vaqt kalmadı bizim. Hem üçüncü basış. Hem de şu hükümet içindeki kutup. Şu kutupluş meselesini hal kılış için kollanışkı boladigan, müşahede karar çıkarışka yaraydigan tedbirin olsa sinsanlı boladı. Heybetlik ulug' quruq gaplarning keragi yo'q. Amaliy tadbir. Hozir navbat silida sizlar to'rda bo'lganlikdan oldidagi navbat usuldagi birini. Shaxsan men bo'layman. Bo'lib bizdan qarar bo'lar bo'lsa. Meni fikrim necha vaqtdan oliy kengash işlemek bulununca adılmış hükümet bölündü. Şunun için ittifaklaşma, bu şeyden birlikte bir adi kengaşta koyup çıkış gerek. Namzat Köşkü, birinci kılınan şu parlament adi kengaşta. Biz onu aşkın kurumuz Seyyid Ahmet. Meyadaki işler sayılamamız kıran. Yerlik sayılam, içki istişareciliğini Enduma Ali Kengeş'ten siz daimi komitetini arlaştırıp yapısız hazır. Daimi komitetini bir yapısı kuranmayınız ama Ali Kengeş'ten biz. Başı 7 adamları kılıf kılıf 11 yaki 13 köyündesiniz. Bunu hazır bugün bir karar kılayla edip mandak ciddileştirirsiniz. Kızıp kalan bu kalınlığa. Dögün internet çoğun bir ziyet çıkıp biz üzümün cemaat kuramayız. Bizim asaslı kılığın işimiz Eminim ben bir tedbirini oturup gerek, 100% ittifaklaşmamız gerek. Eğer ittifaklaşamazsak 100% ittifaklaşış kuraş mümkün emez. 100% ittifaklaşıp jığında 11 yerinin 13 gün çıkıda nurgun derslerini ıslahlaşmamız gerek, özgürtüşümüz gerek. Bu tedbir mi, ne mi bu, şu var mı? Küreş. Küreş. Bu tedbir mi, şu var mı? Ay degenlerim şu var mı, tedbir mi? 100% kanday ittifaklaşımız. Dep koysunlu bulamdı, anda deydiği işi olsa bütün Uygurlu 100% ittifaklaşını. Bütün Uygurlar. Arzu o. Hiç emeli tedbir emez. Onundan başka gipin olmasa boldu söz verilmeydi o sana. Mesele kılınız bir yerde. Oğul oğlu değil. Başkanlığın tedbirini olmasa ben koyayım tedbirini. Tedbirlerini oturup koyayla yine bak. Karımgallar olsa çokum almashtırıp kılış gerek. Bu tavuklar süründen ki tavuklar sürün boğan ki tavuklar da uçunda yukarı kararlar iriş gerek. Rahmet. Rahmet. Şuradan amızır, kort konuşuş gerek bazen. Şöyle ha.